Assalomu alaykum. Uyg'ur choyxonasi suhbat programmasining aziz ishtirokchilari. Bugungi naq maydon suhbat programmamiz Barin inqilobining 35 yilligini eslab. Bu temada bo'ladi. Tunuygan dunyoning har qaysi joylarida Barin inqilobining 35 yilligini xotirlab namoyish olib berildi. Bu program tunuygan o'rlashtirsak, dunyoning ham yer namoyish olib qolganligimiz uchun vaqt etmisidan bugunga o'rlashtirdik. Bugungi bu suhbatga qimmatli mehmonlarimizdan Kanadadan Ahmadjon Osmon akamiz, Germaniyadan Anvarjon akamiz va Abdurimjon akamiz uchini bu suhbatga taklif qildim. Assalomu alaykum. Anvarjon aka, Ahmadjon aka, Abdurimjon aka, Uyg'ur choyxona suhbat programmasiga naq maydonda qatnashib berganligini chin ko'nglimdan tabriklayman. Alaykum assalom. Rahmat. Rahmat sizlarga. Unda qolsa bugungi suhbat deyishgandek Barin inqilobi haqida buni 35 yil ilgari Sharq Turkistonniki Otish yarniki Barin yesida Zaydi Yusuf rahbarligida Barin inqilobi portlagan kunning 35 yilini xotirlab bu suhbat o'rlashtirdik. Biz shu savollarga kirib ketaylik. Birinchi savol. Barin inqilobi portlashining oldidagi Sharq Turkistonning siyosiy va ijtimoiy vaziyati qanday edi? Buningga men avval Abdurimjon akamizdan boshlay. Abdurimjon akamiz Barin inqilobi haqida nurg'unlagan maqola, kitob bir narsalarni yozgan. Xo'sh, Abdurimjon aka, ekran sizda. Va alaykum assalom. Endi savolga urullah javob kirib ketsak, Barin inqilobininki oldidagi vaziyatlarni vatan ichidagi shu chog'da vatan ichida yashayotgan Uyg'urlar hammasini ayt yaxshi bildi. Mavzudun o'lgandan keyin Xitoyniki siyosati davlat ichi va sirtdagi siyosatni qisman o'zgartirish kirgizdi. Shu Xitoyning siyosatining o'zgarish jarayonida asosli 79-yildan keyin bir qadar siyosiy jihatda kamchilik, iqtisodiy jihatda kamchilik, xususiy mulkchilik tizimi yo'l qo'yib degandek bir qadar kamchilik vaziyat yo'l qo'yildi. Ondan keyin shu 79-yildan burun, ya'ni 49-yili Kommunist Xitoy vatanimizni ishg'ol qilgandan boshlab 79-yilgacha kelgan oralikda Uyg'urlarni qattiq bostirgan. Bosqich bilib, her türlü siyasi tüzümlü yol qo'yib qattiq bostirgan nurg'un ziyolilar, peshqadam inqilobchilar, asosli vatan millatni suydigan millatparvar zotlarning hammasi degdek turmada, jazo lagerida jazo o'tab nurg'unlari o'ldirilib, qirin qilinib tugagan, hayot qolganlari 80-yildan boshlab asliga keltirish siyosati bilan turmadan chiqqandan keyin jamiyatda o'tmishni eslaydigan, o'tmish to'g'risida endi xotir yozdigan, qisqacha tarixiy voqealar yozdigan bu bir kirchilik siyosat yo'l qo'yildi. Shu 80-yildan boshlab 90-yillik oralikda Barin inqilobi tashkillanib qo'zg'alib chiqqıcha bo'lgan oralikda Xitoyniki avtonom rayonlik siyosati, yerlik siyosatlari bir qadar kamchilik yo'l qo'yilgan. Shu vaziyatda andakan bu Barin inqilobiniki fikri asosiy ideyasi yetilgan deyishga bo'ldi. Men shuncha javob beray bunga. Rahmat, buni qarta sizning Ahmad Cheksindan boshqa nimangiz bormi? Mening faqat sizningki siz so'ragan savaldagi Sharqiy Turkistonning siyosiy vaziyati degan shu iboraga bir aniqlik berib o'tib ketay. Sharqiy Turkiston besivilingan bir zamin va munqariz qilingan bir davlat. Besivilingan va munqariz qilingan bir zamin va davlatda siyosat bo'lmaydi. Siyosat tugaydi. Bu faqat ishg'oliyatdagi, mustamlikadagi undan keyin bir zamin sifatida va munqariz bir davlat sifatida uning qiladigan, ya'ni xalqining, Sharq Turkiston xalqining qiladigan birdan bir ishi nima desa, ozodlik harakati bo'ladi.
Azadlık hareketi siyaset emas. Şuna Şarkı Türkistan'ın vaziyeti, şu çağdaki vaziyeti degan vaqtida xuddi biz Şarkı Türkistan'ı mustaqil bir devletdek, onun bir siyasi vaziyetleri vardek farz qilib qolamiz. Yeni bir tarafdan Xitoyning, ya'ni Xitoy mustamlikchil hokimiyatining Şarkı Türkistan'da yurgizayotgan siyosatlarini xuddi bizning Şarkı Türkistan'ning siyosatidek qarab qolamiz. Şuna mushu mujmallikni hal qilish uchun Şarkı Türkistan'ning vaziyeti, siyosiy vaziyeti deyilmaydi deb o'ylayman. Şuna siyosiy degan mush so'z ilinmasligi kerak vaziyatda. Ya'ni suhbat bo'lib kelmasligi kerak. Yoki bo'lmasa Xitoyning Sharqi Turkiston siyosiy vaziyati qandaq deb manda olsaqchi. Yoki bo'lmasa Sharqi Turkistondagi mustamlikchil vaziyat. Yoki bo'lmasa mushundaq bir shaklda elish kerak. Hargiz uni siyosiy Sharqi Turkistonning siyosiy vaziyati emas kerak. Sharqi Turkistonning siyosiy vaziyati yo'q. Hozirgacha yo'q. Biz qachonki Sharqi Turkistonni ozod qilib, o'zimizning munqaris davlatini asliga keltirib, davlatimizni, hukumatlarimizni, muassasalarimizni barliq keltirgandan boshlab, andan keyin siyosat boshlandi. Rahmat. Ma hech bir alik men nima qilib boqmay bir nuqta ekanda, bir yaxshi tushunish bo'lib qoldi. Xo'sh, Anvarjon aka. Mening Abdurimjonga savolim, endi demak, xalqimiz yoki barindagi inqilobchilarimiz shu vaziyatdan foydalanib ozodlik harekatini boshladimi, Abdurimjon? Shundoq deyishga bo'ldi. Ahmad Chavusman efendimniki izohatiga hozirgacha bir atalg'u paydo qilmabdimiz qaraganda. Darvaqa bizning vatanimizni 1884-yildan boshlab to'liq ishg'ol qilgan. Ishg'ol ostidagi bir vatan, davlat emas, davlatimiz yo'q. En ahiri 49-yili yeni işgal kıldı. İşgal ostidagi vatan. Bunu hepimiz bilimiz. Endi bu yerda bir tüzüm buludu. Mustamlikchining ishg'oliyat tüzümü. Endi agar shunga atqish to'g'ri kelsa, hozir o'ylayapman bu. Agar Sharqiy Turkistondagi siyosiy tüzüm emas, Sharqiy Turkistondagi ishg'oliyat tüzümü, Xitoyning ishg'oliyat tüzümü deb atsa, endi bu ishg'oliyat tüzümü şu 79-yıldan 89-yıl aralıkta iki bosqichlik milliy siyaset, Xitoyning 60 aylık yerlik milliy siyasetinin bosqichlari 79-yıldan başlap birinci 5 yıllık, 84-yıldan başlap ikinci 5 yıllıkka qadam qo'ydi. Şu ikinci 5 yıllıkda andan keyin bu Barin inqilobininki asosli fikriy ideyasi shakllanib yetildi deyishga bo'ldi. Rahmat, yaxshi bir suhbat bo'lib beshtilarga ba'zi nuqtalarni aniq shaklda o'tirib qo'yildi. Rahmat. Ikkinchi savol hamda mavzuning o'limi bilan oxirlashgan madaniyat zo'r inqilobidan keyin, ya'ni 11-3 umumiy yig'indan keyingi Xitoyning Sharqi Turkistondagi siyosatiniki, shunda Xitoyning Sharqi Turkiston Xitoydagi siyosatning ozroq kengchiligidan kelib chiqqan milliy uyg'unish to'lqini, buning ta'siri yuz bergan Uyg'urlarning ijtimoiy siyasi ongning o'zgarishi bor inqilobning parchasiga sabab bo'ldimi? Tushunib qoldingiz savol, ha? Lekin bu yerda yine aralashib olay. Yine siyasi ang demaymiz. Uyg'urlarninki eng o'xshash bir ang, siyaset bo'lmagandan keyin vatanimizda. Shunga u yerda siyaset bo'lmagandan keyin siyosiy ang mı bo'lmaydi. Bizning bu ang bor. Bu ang azaldan barin engi, masalan, bu bütün Uyg'urlarning engi. Bu ang masalan 1759-yili mesela Çin imperiyasi Sharq Turkiston ishg'ol qilgandan keyin, besib olgandan keyin, masalan, Uchturpanda partilgan qarshilik harakatlarining hammasida nima anglayapti desa ozodlik edi. U siyosat emas, ozodlik edi. Mushu ang davomli shudu. Bu ang andan keyin masalan 33-yili bo'ladi. Bu ang yana 44-yili bo'ladi. Bu siyosiy ang emas edi. Andan keyin mushundaq boshlanib oxirida baringa keladi. Demek bu siyasi ang emas. Bu milli ang, milli azadlık edi.
Milli azadlık. İşte olganda şu barın inqilabınınki partiya sebep bolgan Xitayning şu 11 yig'indan keyinki ba'zi bir nimalarniki siyosatlarning bo'shishi Sharq Turkistonga ta'sir qildi. Madaniyat zo'r inqilobimiz har xil batnomlar bilan turmuq kirib ketgan Uyg'ur sarxillari, ziyolilari, har qaysi soni odamlari turmalardan qo'yib berildi. Adabiy Uyg'urish davri boshlandi. To'g'rilanmasniki 3 kitobi, Abdurim O'tkirniki iz romanlari, uni keyin Vali Qurbaqimiz tahrirlagan Bug'roxonlar tazkirasi degan bu kitoblarniki nashr qilgan nurg'un nimalar bor-da, yozayotgan narsalarni. Shunday. Bular hamda Uyg'urlarniki idisi kishi ta'sir qilib, shu bar inqilobiniki portlash, undan boshqa Qog'iliqdagi Abdulhamid Mahsumniki necha ming Uyg'ur siyosiy nima diniy sohadagi ippogan oqartish nimalar faoliyatlari mush bar inqilobininki portlashiga sabab bo'ldimi mush narsalarniki. Mush vaqtdagi narsani bir ozroq bir fikrini o'ttirib qo'ygan. Buni yaxshi atrofli savolingizniki 50 minutlari atrofli bo'ldi. Endi bizmi shu vaqtdagi yoshlar vatanning ichida har qaysi joylardagi ahvollarni kuzatib bayqab turayotgan yoshlarning biri bo'lish kutim bilan shu ishlarning guvochisi bo'lish kutim bilan darvaqa shu peshqadam ziyolilarniki yuqorida siz sanab o'tgan o'xshash shuningdek nurg'unlagan asarlari yoshlarning uyg'onishda turkilik rol o'ynadi. Ondan keyin bu Tağlıqdaki Abdülhakim Mahsumajimning diniy uyg'otish harakati deb ma'no qo'shib verish bu to'g'ri emas. Bu vatanning sirtiga chiqqandan keyin to'laroq diniy sohada o'qiganlar jiqaroq chet elga chiqib, ham shu vatan millatning mujodalasini ko'proq qilganligi uchun bular oxirida o'zininki bir qiymatini oshirish, ya'ni o'zining yaxshi, mukammal bir tarbiyalanganligini o'tirib qo'yish nuqtasidan ustozlig'i marja qilib mana qaytiradigan bir qoida bor odatda. Men mundaq bilimlik odamdim deyish uchun mening ustozim bizning o'qituvchimiz, bizning sinfga kiradigan bizniki o'qituvchimiz mundaq odamdi deb boshlasa, yaxshi tashkilda emasmi? Shuning o'xshash Abdulhakim Mahsumajimga buni yo'lab qo'yish bu to'g'ri emas. Abdulhakim Mahsumajim intayin aqlli, ziyrak odamdi. Bu Xitoyning turmusida 20 yildan ortiq jazo tatgan, 12 yil yolg'iz boshliq turmasida yotgan, 6 yildan ortiq kunduz 4 soatlab esib qo'yib jazolangan odam. U odam hargizmi o'xshashmagan yurtlardan, farqli shaharlardan kelgan o diniy o'qiydiganlarga hargizmi vatan millat leksiyasi so'zlaydigan odam emas. Bo'libmi Abdulhakim Mahsumajimniki madrasada o'qig'il bag'alar faqat diniy o'qish uchun bordi. O vatan millatni ozod qiladigan yo'l izlash yoki Abdulhakim Mahsumajimda tarbiyalanib, u odamdan milliy uyg'unish ongni qabul qilib, ondan keyin bu yo'lga mangdi deb bunda qarashimiz chet elda paydo bo'lgan bir to'qilmalar deyishki bo'ldi. Yana biri Abdulhakim Mahsumajimning qishiga bordiganlar asosli o'zining yurtida o'qib, diniy o'qishni bo'libmi, u yurtdan bu yurtga yetkilib o'qish bir qoida bor ekan, burundilar. Abdulhakim Mahsumajimniki diniy ma'lumotga shu davrda yuqori darajalik o'limat vatan ichida. Ondan keyin bu kishining uzun yillab turmada yotganligi yoshlarniki tushanchisida bu bosh egmagan bir kishi deydigan bir hurmat bor. Shuning uchun bizning oshundoq bir kishida ta'lim olsak deb u yerga qiziqish yo'qri, ammo Abdulhakim Mahsumajim hech kimga vatanparvarlik, mustaqillik, bu vatan bizning, bu bizning davlatimiz deydigan undaq tarbiyani bergan odam emas. Mayli yolg'iz kishi bo'lsin, mayli ko'pchilikning ostida bo'lsin, undaq tarbiyani bermagan. Bu barin inqilobini Abdulhakim Mahsumajimga ta'lim edib, shundan o'tirib chiqqan bir harakat deb mana Xitoymi unda baho bermadi. Xitoymi Abdulhakim Mahsumajimga baho bermadi. Aksiya mush Turg'un Almas, Abdurahim O'tkir, Qurbon Veli degan o'xshash mujundaq tarixiy asarni yozgan Uyg'urlarningki o'tmishi qanday bo'lganligini bugungi yoshlarga yetkazgan bu kishilarning o'zi ochiq tanqid qildi, ham qattiq nazorat ostiga oldi. Ammo
Dini sahada Abdülhakim Mahsum Hacımov bolsun, başkalar bolsun, hemmisiga erqish. Haqqa jutun kelganlar öz yutiga qaytut degan besimni qildi. Ammo ularni haqqasınlar bu barın inqilobini qo'zg'agan deb bir alayda bir nazorat qilmadi. Bunga yani Türk bo'lgan deb bir nazorat etmadi. Ba'zi o'lmanlar so'layotganligi rost. 3 yillikdan 5 yillikdan shu uyga kirib ochiq bilan sizlar buni qutratdinglar deb tuhmatni chaplab turib jazo ijro qilgan rost. Ammo diniy o'limalarniki uning bir turkisi yo'q. Shu 80-yildan 90-yil bo'lgan aralıqda diniy o'limalar faqat Xotandagi Abdulhakim Mahsum o kishi ochiq jutga berib bu milliy ruhni tashabbus qiladi, lekin inqilob qilinglar deydigan undaq bir nimada yo'q. Men hozir kengroq izoh berib qo'ydim bunga. Ba'zan diniy sohada o'qigan chet elda bu xizmatni qilayotganlar norozi bo'lishi mumkin. Ammo to'g'ri deyish kerak. Hargizmi o'zininki o'rnini ko'tarish uchun o'zini bir ustozga mansub qilib turib, u ustozning o'zini maxsus mushunda ruhni yetil deganda mundaq o'tirib qo'yishning o'zi bu yaxshi ish emas. Faqat bu Barın inqilobini Zaydi Yusuf o'zi tashkillagan. Zaydi Yusuf shu bir odam o'zi turtga turib, o'zi uyg'ongan yoshlarni, qizg'inligiga yoshlarni atrofiga to'plab tashkillagan bir tashkiliy inqilob. Xo'sh, yani boshqalarning boshqa fikri bormi buning qarta? Men nimaninki Abdurahimjonninki o'tirib qo'ygan mulohazalariga qo'shilaman asosan. Lekin birla nuqta bor. Bu bo'lsa Zaydin Yusufninki shu olgan diniy ta'limlari. Diniy o'qish bo'lganliklari. Meningcha mushu taraf balki Barın azadlık hareketininki, Barın Milli Azadlık hareketininki mushu hareketninki Sharq Turkiston Islom Partisi degan nom bilan atilib qolishining sababi bo'lishi mumkin. Amaliyotda bizning milliy men biroz burun aytgandek bizning milliy hareketimiz, milliy hareketlarimizning hammasi milliy azadlık hareketi hargiz siyosiy harakat emas. Lekin masalan shunda Sharq Turkiston Islom Partisi deb shu islomni islomning qatabilinishi partiyaga yoki harakatga bu bir xillik siyosiylikni berib qoladi, ideologiyalikni. Bundaq berib qolgan vaqtida bizningki milliy azadlık hareketi siyosiylashib qoladi. Masalan deyli, men bir kommunizm ideyasi singan, kommunizmga ishonadigan va xalqaro kommunistik partiyalarga hurmat qiladigan, ishonadigan bir Uyg'ur sifatim bilan. Çünkü Uyg'urmi kommunist bo'la oladi-ku, musulmon bo'la olgandek, kapitalist bo'la olgandek, burjuaziya ideyasini singdirgandek, yoki millatchi bo'lgandek, yoki bo'lmasa internasionalist bo'lgandek, men bir kommunist bo'lishim mumkin. Shuning bilan men qo'pab Sharq Turkiston Kommunist Partisi deb partiyani qurib harakat qilsam bo'lamdi. Bo'ladi albatta, u mumkin. Lekin bu siyosiy harakat bo'lmaydi. Hargiz milliy azadlik harakati bo'lmaydi. Mashada Xo'sh, ya. Sharq Turkiston Islom Partisi degan vaqtida bu nimani ko'zlaydi deganda oxirida Sharqiy Turkiston mustaqilligi yoki Sharqiy Turkistonning egilik huquqi qaytarib olingandan keyingi hokimiyatning shaklini, siyosiy hokimiyatning shaklini o'ylaganlik bu oldin ola. Ya'ni Sharq Turkistonning egilik huquqi Xitoydan qaytarib ilinganda bu hokimiyat cho'qim islom hokimiyati bo'lishi kerak degan mundaq bir ideya bor bu yerda. Shunga bu oxirida yana ideologiyalik bir harakat sifatida siyosiy harakat bo'lib qoladi.
Müşahede Ahmetcan doğru yemek yapmıyor zaten doğru. Sharqiy Turkiston Milliy Ozodlik harakati g'oyasi faqat Sharqiy Turkiston xalqining igilik huquqini qayta qo'lga keltirish harakati. Mushu nishon, mushu vizyon, ya'ni biz mushu ko'rish bilan bo'ladi. Bundan atlab ketmasligi kerak. Chunki bundan atlab ketgan ekan, bu chaqda bizning milliy harakatimiz ideologilashib, siyosiylashib, shuning bilan nurg'un ziddiyatlar, ichki to'qinishlar barliq keladi. Xuddi hozir bizningki davoyimizda diasporada yuz berayotgandek. Shunga bu bizningki milliy ozod harakatimizning birligini amaldan qoldirib qo'ydi. Faqat mushtarafli bor. Lekin men buningda barin milliy ozodlik harakatini men hargizmo milliy ozodlik harakati emas demayman. Lekin mushundaq siyosiyligi sal aralashib qolgan. Buning sababi faqat Zayn Yusufninki, masalan, diniy sohada o'qigan, o'rganganlarga asosan balki mushu islom ideologiyasini bunun qatqan bo'lishi mumkin. Yeni bir tarafdan islom degan bir din. Bu din degan siyosiy qatqanliklar suiiste'mol qilindi. Yeni islom dinimizga yaxshi bo'lmaydi, dinning o'ziga. Şuna endi lekin bilmayman nimalar diniy arboblar, zotlar bizning diasporada Zaydin Yusufni masalan Abdukim Mahsum ajimda o'qigan deydi tomonlamda. Nayt yaxshi o'qigan, andan keyin yaxshi o'qiganligi uchun ayrim bir o'quvchilarningki nimasiga kirgizilib tarbiyalangan deydi masalan. Vatanparvar. Bunu bilmayman, buningda men aniq ma'lumot yo'q, lekin qanday bo'lmasin Islom partiyasi deb atalishi Varin Milliy Ozodlik harakatiningki bir yetersizligi deb qarayman. Rahmat. Xo'sh, deyman. Men azroq fikr qilib qo'yay. Ahmadjon Osmon afandim nihoyatda yaxshi uni editlik tafsili bayon qildi. Rahmat. Endi abiyam deganimdek birinchi Zayd Yusuf o dini o'qigan kishi emas. Buni eliqi ko'ptirib, yolg'ondan to'qib, bu harakatninki teni qurmay turiblar, bu yolg'on eliqi rivoyat dostonligiga aylanib ketdi. Undaq emas. Zayd Yusufning o'zi burunmi bir 2 yil turmada yotgan, jazolangan, ya'ni jamiyat ishlari bilan jazolanib turmadan chiqqandan keyin hidoyat tepib, yaxshi odam bo'laman deb Qashqarga kirib, Qashqar shahar ichida ba'zi o'limalda o'qiyman deb bo'lsa, sen jinoyatchi, turmada yotgan, jazolangan ekansan, sen axloqsiz, seni qabul qilinmaydi deb rad qilganligini anglagan. Ammo bizning vatanda diniy medresasi alayda bir medres shakllik emas. Keyingi vaqtlarda asosiy masjidda o'qildi. Abdukim Mahsum Hojinin medresi, Palanning medresi, Salyadamullan medresi deb atalgan bo'lsa, bular to'lisi masjidda o'qildi. Masjidda jamoatlar qada o'ltirib taliblarning orqasida saptilib o'ltirishgunib ustozi dars so'zlaydi, o jamoatchilik anglaydi. Shu qadarda Zayd Yusufmi ba'zi cho'ng o'limalarniki darsda ustiga kirib o'ltirib, quloq solib o'ltirib, savol qo'yib, mushunda qilib Xitoyga qarshi ba'zi bir gap so'zni ochiq-ochiq savol qo'yib qilgandan keyin shu to'liq qo'g'lab chiqarayotgan uni masjidga dars etmanglar, dars voqeaga kirdimanglar deb buni bu shu vaqtlardagi mashhur gaplar u. Birinchi Zayd Yusuf diniy o'qigan kishi emas. Nayt taqvoda bir musulmon diniy o'qigan kishi emas. İkinci bir partiya qurib chiqqidek, u chog'dagi shu tashkilotga qatnashgan bolalarning hammasi deydek, bir partiyaning qanday bo'lganligini bildigan bolalar emas. Partiya siyosiy saviyasi yo'q bolalar. İkinci bu Sharqiy Turkiston Islom partiyasi degan bu partiyaning hech qanday program, hech qanday nizomnomasi yo'q. Partiya xarakterli tuzib chiqilgan bir xitobnoma hech nima yo'q. Fakat Sharqiy Turkiston Ozodlik tashkiloti qurilgani asli shu. Sharqiy Turkiston Ozodlik tashkiloti qurilib, boshda bu tashkilotning xarakterini biz vatanparvar yoshlarni tarbiyalab chiqib, tashkilotimizni kuchlantirib, Sharqiy Turkistonning hamma joylarida yildiz tatib, ondan keyin harakat qo'zg'aymiz deb qurib chiqib, nihoyat tez harakat o'tamiz deb qaytadan programma ma'qullab,
89 yılı 11. ayga kelgan chaqda endi o yoshlar bo'lgandan keyin polisiya dehqon yoshlar bo'libmi hamma ya boshqa yurtlardan kelganlarmi asosli polisi degidek dehqon bolalar eng yuqorisi bo'lsa to'liq o'ttirni tutgan bo'lmasa to'liqsiz boshlang'ich o'qigan bolalar. Diniy o'qigan bo'lsinmi shu asola o'ziniki diniy ehtiyojini chiqarak darajada o'qigan bolalar. Bunda bo'lgandan keyin bularda bir qizg'inlik bo'ldi. Biz partiya qursak, partiyani qandaqligini bilmaydigan gap, ammo partiya qursak bo'ldi. Bizga bir yetakchi qilgan bir partiya qurib, shu partiyaga izchil uyushtirib turib ish qilsak deb talab jiq tushgandan keyin ba'zanlar uning oldida o'ylaki Tangmuri partiyasi, andan keyin Tangirtaq yoshlar partiyasi deb partiyalar qurilib, qo'shilib bo'lgan ishlar bo'lgan shu orliqda. Shundan ilhomlanib biz mana shunday bir partiya qursak deb qilganlar havas yuqori partiya qurishga. Har xil partiyaning nomini taklif qilganda Zayd Yusuf buni tarozi besib ketib, Sharqiy Turkiston Islom partiyasi qurmaymiz. Biz ming yilni yag'in musulmon bo'lgandan keyin bizga hech qanday ideologiya emas, islom bizga yetakchilik qildi. Shuni bizning partiyamizning nomi Sharqiy Turkiston Islom partiyasi bo'lishi kerak deb atalgan bir nom. Ondan keyin tashkilotninki qiladigan harakatlarni partiyaning nomidan buyruq tushirib, partiyaning boshlig'imiz Zayd Yusuf, tashkilotning boshlig'imiz Zayd Yusuf. Bunda bo'lgandan keyin Zayd Yusufning gapi ham partiya, ham tashkilot bo'lib, harakat shunda bo'lgan ishlar. O biz partiya saviyasida tushunganimizga o'xshash undaq partiya emas. O bir nomda shunda atalgan partiya. Yani Xitoyninki kommunistik partiyasining qarshisida biz Sharqiy Turkiston Islom partiyasi, biz mushu partiyaga uyushtirib, mushuning rahbarligida Sharqiy Turkiston ozod qilamiz. Mayli Sharqiy Turkiston ozod tashkiloti bo'lsin, mayli nomdagi Sharqiy Turkiston Islom partiyasi bo'lsin, bularninki o'tirib qo'ygan xitobnomasi, ag'zaki programmalari faqat Sharqiy Turkiston mustaqil qilish. Xitoysiz bir davlat qurib, bu yerda mustaqil bir davlat qurib chiqmaydigan mushu xitobnoma bilan mangan harakat shu anda. Endi xalqninki og'zida har xil gaplar borda, mana shu Torsi videosi yozgan vaqtda chiqadigan bilan parangish vaqtda ba'zilar deydi Zayd Yusuf Sharqiy Islom partiyasini qurgan Zayd Yusuf deydi. Ba'zilar Zayd Yusuf qurmagan deydi. Zayd Yusuf Sharqiy Turkiston ozod tashkilotini qurgan. Keyin ekan bu tashkilot taraqqiy qilgan ekan bir qism odamlar buni Sharqiy Turkiston Islom partiyasi o'zgartirildi, Zayd Yusufni qarshi turgan buningga biz bunday qilsak bo'lmaydi deb o'tirdi. Ixtiloflar kelib chiqqan degan gaplar bor. Endi bu yerga kimdan gap rost, kimdan esa ya endi ma gapingizga qarta nima qilsak, javob aytmayman men. Hammasi sirtdan olgan gaplar. Hammasi sirtdan anglab, mundaq bo'lganda hatto Zayd Yusufni Abdullakim Maqsumojimda tarbiyalangan, ayrim tarbiyalangan deb mundaq gaplarning o'zi meni to'qib chiqadigan gap. Shunda o'g'an Zayd Yusuf o Qog'liq Abdulxon Maqsum o'qigan odam emasmi? Yo'q, o'qigan emas. Qog'liqda emas, Qashqarda o'zining yurtlarida da bir diniy madrasada diniy ma'lumotni o'qigan bola emas. Endi musulmonning orasida tug'ilib, cho'ng'ilib, musulmoncha yashab, masjid namoz o'qib yashab chiqqandan keyin Alloh harom unchalik taqidida o e'tiqodlik, ya'ni taqvodor bo'lsa bo'ladi diniy o'qimasimi? Taqvodor bo'la oladi. Zayd Yusuf bir taqvodor, haqiqiy bir iymonli bir musulmon bola. Ama dini mesel ma'rifatini sirtdan anlagan. Belki çoğun bo'lib ketsa Qur'on savoli va Qur'onni arabcha tekstini o'qiy oladigan, matnini o'qiy oladigan savodli bo'lishi mumkin, ammo diniy ma'lumot emas. Rahmat. Boshqa buni qadag'an yana boshqa fikringiz bormi? Hadi yeni bir gap. Mavo Sharqiy Turkiston ozod tashkiloti qachon qurilganisi bek burun qurilib ketgan bir narsa emas. 89-yili 10-oyning o'ttirlarida qurilib Sharqiy Turkiston ozod tashkiloti. Allah'tan bir neçe hafta o'tgandan keyin Sharqiy Turkiston Islom partiyasi buni mi qurdik deb yandab qurilgan shu bir qancha hafta ichida bo'lgan ishlar. 10-oyning o'ttirlarida bu tashkilot qurildi. 2-oydan boshlab oshkorni tutdi. 9-yil 2-oydan boshlab oshkorni tutdik. Endi mana bugun biz buni Barin inqilobining 35 yilligini xotirlab o'tiribdik. Mush vaqtcha men jiq izlandim ba Sharqiy Turkiston Islom partiyasi Sharqiy ozodlik tashkiloti mush to'g'risida bir narsa yezibman. Bir iliq nima deymiz, unda bir shu ishlarni xalqimiz yaxshi bir tushuntirib,
bir xotir qilib qolsin. 35 yilgacha Raskadan bilan yezilmadi-ku bu Sharq Turkiston. Ben yazdım. Okumasanız onu Siz yazdınız, yozib mana kitapta var. Ben benimki yazgan kitaplarım en az 3 tane kitapta şu barınınki siyaseti, taktikaları, inkılap karakterleri, adamları hemmesi hatta bu barındılı boğan iş emas, barındılı qartılgan iş emas. Belki keyinki suallarda çıkışı mümkün. Bu turpanga bakışı suzulgan, matapki gulcuga bakışı suzulgan bir çoğun bir hareket. O nerede asaslık anlığanlar barındı boldu, barındı bastırıldı depli anlığan boğandan keyin polisi axbarat çıkamıdı Xitayla. Axbarat çıkamıdı, yazmağandan keyin, axbarat çıkmağandan keyin kişiler okumadı. Orada ben 94. çetel çıkandan başlap yezip Orta Asya'da iki çoğun ne yazdım? Birisi Şarkı Barın Azatlık İnkılabı'nınki kıskısı tarihi, yeni birisi Barın Azatlık İnkılabı'nın aldı keyinde şekillengen vaziyetlerde iki çoğun dokulat yazıp Orta Asya'daki teşkilatlara tapşırdım. Çünkü onların düşüncesi doğru emeske. O hareketlerine karşı düşüncesi yeterlik emeske. Şunda kıldığım kişinin Germaniya kelgenden keyin, internet açılgandan keyin 22 yılını yağın ben жылды direkt yazıp kivatıma hem ben yazgan kitaptan 3 tane kitapka bu kirgizlükten. Andayken cık eslimi yazdım. Bu ne bu da ba. Endi bu yazılmaptı. Ben yazay dep oylap kalmasınız yaxşı. Yazıldı. Meni degene malaqi yezdigan bo'lgan bilan ko'plab jiqroq masalan shu mezgilda shu davrda Zaydnis bilan bir davrdosh yashagan odamlar bir narsa yozmoqlikka ba'zan kurashib boqdik, biz ekranga taklif qildik, chiqmoqlikda ham nimasini. Bir tarafdagi emas, bu shu davrda yashagan odamlar bir xotir qoldirib to'rda aqtosam chiq material yo'q ekan, masalan yozgan narsam men sizlardan foydalandim deb o'zingizni so'radim, mana narsani men foydalanamayapman deb. Chunki boshqa bir narsa yo'q qo'limizda. Yani biz hozir 35 yilni taqib o'tdik, hozir Zayd Yusuf qurdi mustaq bir narsa bilan shu mezgil yashagan bir xotir qoldirib qo'ygan bo'lgan bo'lsa, bu nat yaxshi bo'ladi demoqchiman-da. Menimcha bu Milliy Sharq Turkiston Ozodlik Tashkilotimi yoki bo'lmasa Sharq Turkiston Islom Partiyasimi mushni Zaydun Yusuf qurdimi yoki qurgani boshqami, u bu degan menimcha bak bu muhim masala emas bu harakatda. Lekin muhimi mening nazarimda mush farqlantirishchu mush masalalarni. Masalan, chunki keyingi suhbatlarimizda keyingi jarayonlarda endi deyishamiz, masalan, mush Sharq Turkiston Islom Partiyasi deb atalganligi uchun bu nurg'un tashkilliklarni akeldi bizning da'voyimizga. Sharq Turkiston Milliy Ozodlik harakatiga. Shunga anonsdagi partiya degan so'zmi? Partiya degan so'zmi atalishda bizning Sharq Turkiston Milliy Ozodlik harakatida yaxshi atalg'u emas, yaxshi so'z emas ishlatiladigan. Chunki masalan Falastinni olaylik. Falastinda 6 tashkilot qurilgan 60-yillarda. 6 tashkilot. Bu tashkilotlar har xil ideologiyada. Kommunistlari var, millatchilari var, dindorlari var, demokratchilari var. Har xil aryanza. Mushu 6 tashkilot hammasi o'zini ya tashkilot deb atagan, ya front deb atagan. Hargiz partiya deb atamagan. Masalan, Milliy Ozod nima? Falastin Ozodlik fronti, Falastin Xalq fronti deydigan mushlar frontlarni atagan, bular front deb atagan. Chunki ozodlik harakati bo'lgandan keyin Milliy Ozodlik harakati degan qurolliq bo'ladi asli. Shunga ular front deb atagan. Hamma bütün tashkilotlarni front yoki bo'lmasa tashkilot. Hargiz partiya deb atamagan. Amaliyot falastinliklar degan bu o'zlarining bu siyosiy dunyoda nihoyat saviyali xalq. Balki saviyalik bo'lganligi uchun shunday qilganda partiya deb atamagan. Chunki partiya deb ataganliklar ichki chatoqiladi. Ichki ixtiloflar, ideologiyalik kurashlar o'zimizning ichida barpo bo'lib qoladi. Shuni ular o'zimiz bilan qolamiz, dushman qayrilib qoldigan gap bir tarafda. Shuni ular front deb atab turib, hammasi front. Ya'ni front degan gap nima desa, bilamiz-ku frontni. Bir urushda ma bir front, lekin ayni shu urushdagi frontlar bular. Demak, Falastinning mush 6 tashkiloti Falastin ozodlik harakatidagi 6 front. Birlik kelgan 6 front bo'ladi. Bu bak muhim nuqta. Shunga partiya degan so'zni shuyaga akirdi bular. Masalan, mush tashkilot
Barın azadlık hareketi. Şundaqlı İslam degan so'zni akirdi. Shuning bilan biz Xitoy mustamlikchil hokimiyatiga bizningki milliy azodlik harakatimizni vayron qilishiga nihoyat cho'ng sabablarni yaratib berdik va hozirgacha vayron qilib kelyotdi. Mush ikki narsani tutilib turib. Bo'libmi islomni tutilib. Rahmat, mani yana bir ayrımı kengaytib, tashkilot, partiya haqida bir ayrım bir suhbat qilsak bo'ladi shu. Ama kengayib ketgan nurg'un savol ekan. Masalan, David sizmi, Abdurimjonmi masalan barin inqilobiy degan gapni ishlatyapti, inqilobiy deb. Inqilob deganimiz siyosiy gap bu. İnqilob degan bir siyosiy tuzumni ag'dirish masalasi. İnqilob bo'ladi. Bir siyosiy tuzumni, butunlay tuzumni, hokimiyatni emas, siyosiy hokimiyatni emas, butun siyosiy tuzumni, davlatning butun siyosiy tuzumini ag'dirish bo'ladi inqilob degan. Shunda bo'lganda biz nima uchun inqilob qilamiz? Sharq Turkistonning siyosiy tuzumini ag'dirish uchunmi? Sharq Turkistonning siyosiy tuzumi yo'q. Munqarz bir davlat. Yoki biz Xitoyning siyosiy tuzumini ag'dirish uchunmi? Undaq emas, bizning bilan Xitoyning siyosiy tuzumi bilan munosabatimiz bizningki. Xitoyning siyosiy tuzumi bilan munosabatimiz yo'q bizning. Ular kommunist bo'lamdi, burjuaziya tuzumi bo'lamdi, demokrat bo'lamdi, diktator bo'lamdi, yoki biz teologik bir davlat bo'lamdi. Nim bo'lishidan qat'iy nazar u biz bilan munosabatsiz. U Xitoyning o'zi bilan munosabatli. Biz bilan munosabatli faqat Xitoyning Sharqiy Turkistondagi mustamlikchil hokimiyati. Mushu bizga munosabatli. Bu hokimiyat kommunistlarga o'xshash mush hokimiyatda Sharq Turkistonda burjuaziyalarga shunda Çin sulasiga vaqtidagi imperiyasimi shunda butun shakllari Xitoyning siyosiy tuzumining barliq shakllari o'xshash bir xil mustamlikchil hokimiyat Sharq Turkistonda. Rahmat. Yaxshi suhbat bo'ldi. Undan boshqa yana mana qatilgan qo'shimcha nima bormi? Bo'lmasa, hamda rasmiy nimaga yana bir savol o'tamiz. Shunday savol Bar inqilob qandaq tarix sharoitda partildi? Xo'sh, endi shu temaning kulminatsiya bosqichiga keldik. Bu savolning javobini olib yo'q bir bo'kamiz. Masalan, azroq bir izoh berib qo'yaman. Xitoy 86-yili bir aqtash kitob e'lon qildi. Jungoda milliy masala mavjud emas, milliy masala oxirlashdi. Bundan keyin bo'lgan har qanday hodisa voqea xalq ichidagi ziddiyat. Hokimiyatning ma'muriy qatlamlari bilan xalq orasida bo'lgan ziddiyatlar bo'ldi. Herkes bu yerda milliy masala mavjud bo'lmadi. Milliy masalani Jungo Kommunist Partiyasi uzil-kesil hal qildi deb dunyoga aqtash kitob e'lon qildi. Buningga sukut qilinsa qat'iy bo'lmaydi. Shuningga sukut qilinsa bo'lmaydi. Shu qanday qilamiz? Buni endi biz milliy masala mavjud. Bizningki mustaqillik masalamiz bor. Xitoyning ishg'oliyat masalasi bor. Biz Xitoyning ishg'oliyatiga mustamlikka qarshi bizdagi bosh egimidik. Bizga mustaqillik lozim. Biz mustaqillik uchun jinimiz pido deb o'tirib chiqadigan bir harakat lozimdi. Mushundaq bir vaziyatning o'zida endi mushu oraliqda 3 yil oraliqda 86-yili o kitob e'lon qilinib 3 yil oraliqda bir qancha yerda tashkilotlar qurildi. Faoliyat qilolmay turib fosh bo'lib bostirildi. Shuning o'xshash barindagi bu Sharqiy Turkiston azod tashkilotimi shu jarayonda tiz qurilgan bir tashkilot. Endi bu uçuk bir sebepni desek, endi bu Xitoyning Abdurrahimlik tashviqot vositalarida bayon qilishinizda barindagi xalq nihoyatda bak namratib ketganlikdan, bak ig'ir zulmlayotganlikdan, ondan keyin bu xalq bak namratlik chidab bo'lmaganlikdan, ondan keyin qo'zg'alib chiqqan deb mundaq bayonotlarda, Xitoyning axborotida mushundaq tashviqotni singdirdi. Hatto Timur Davomatmi televizyon nutq so'zlab, Janubdagi bu qo'zg'alan isyonga sabab bo'lgan narsa ig'ir, haqsiz emgak aşağı hisob bo'ldi, turk bo'ldi dedi. Asli Xitoyningki belgilemesida bir yilda 60 kun qul emgaki yoki haqsiz majburiy ishlaydigan emgak yoki. Ammo 130 kungacha ijro qilgan Janubda. Janub bizning vatanimizning janubiy rayonlarida
aşağı emgekini yılda 130 günge çıkarıp diye. Muşini tümür dametçilik edip muşundaq ağır bir devletniki, merkezdeki siyasetin ayrım yerlik bir siyaset çıkarıp muştaq mecbur zulüm sağallıqdan xalq bununla çidap bulamay başta isyankarlığa əgiş kitib qaldı edip tümür damet özü televizyon sözler bayan etilen qılğan. Andakin barlıq axbaratlarda muhbirlar berip o səhralarını tekşürüp körüp etip bek namratken çidap bulamay bu xalq namratlık çidamay karşı çıkıp isyan qıptı dep bunu dervaqe xalq içindeki ziddiyetki aylandırıp simdiryapti. Chat eldimi bu umumlaş kitiglik. Men chat yangi çıkkan çağda O'rta Osiyoda aşında ahval bak ya onda emas edim. Bizniki vatanniki bulupmu janub tarafdaki dehqonlarniki 90% namrat, nayti ağır namratçılar. 90%'ning hemiz qo'zg'alib chiqmaydi. Hem bu hareketimiz barındı 101 pagan bilen aslı barınның hareketi emas. Barındaki kambag'al dehqonlar Zaydi Yusufning aksiga egishib isan ko'targan narsa emas. Bu Şərqdə Turpandan, şimalda G'o'ljidan ve O'tir rayonlardan her yerden tanlangan adamlar qatnashib bütün Sharqiy Turkiston miqyosida tashkiliy yiltizlatgan yani tayyorlik bosqichida hatto vazifelik qadam bosgan bir tashkiliy harakat bir bu azobli harakati hargizmi barındaki dehqonlarningki zulmga qarshi nomratchilikqa qarshi ko'tarilib chiqqan narsa emas. Xitoyning pilal tug'utuga qarshi va hokazo degandek har xil narsani keyin to'qib chiqadi. Axborotda Xitoy buni chiqadi. Barindagi kichkina bir kentida 200 dan ortiq ayollarni majburiy hamilasi evatgandan keyin bular shuni asos qilib turib xalqni qo'zg'ab chiqqan deb mushundaqmi axborotlarda singdiryapti xalqqa. Asli undaq emas. Bu elbette mayli Zaydi Yusuf bo'lsin, mayli uning atrofidagi boshqa fidokorlar bo'lsin, Xitoyning bu bak nayti ağır zulmga qarshi turmasak, bu Xitoy bizni bak zulm çekişikada qilgan ish emas. Bu vatanni biz ozod qilamiz. Ozod qilinmay qolsak, dunyoga bu Uyg'urlar bosh egmidi. Xitoy bu yerda milliy masala tugatib yolg'on gap qildi. Milliy masala Xitoy bu yerdan ishg'oliyatni bekor qilib chiqib ketmagichilik, milliy masala hal bo'lmaydi deb dunyoga buni jakalaymiz deb qilgan narsa. U unchilik bir odam bilan u vatanning ozod bo'lmaydiganligini Zaydi Yusuf bildi. Shu vaqtga ashun agashgan har qanday bolalar bildi. Biz ozod qilyapmiz deb qilgan ish emas. Biz bu harakatni qilamiz. Agar bunga bir Alloh bir nusrat berib g'alaba qilib qolsak, vatanni ozod qilamiz, g'alaba qilmay qolsak, ketib qon bedilimizga dunyoga bizniki bosh egmaganligimizni, mustaqillik uchun jon pido qila oladiganligimizni, bu yerda Xitoy milliy masalani hal qilmaganligini, hal qilolmaydiganligini jakalaymiz deb, bunda qilgan harakat endi bo'ldi. Qarshilik ko'rsatyapmiz deganni bildirdi. Nayt muhim bir nuqtani eskartdingiz Abdurimjon. Rahmat, bak muhim nuqta. Rahmat. Siz deganingizdek nimalar emas? Bu 86-yildagi Xitoyninki yangidan o'ydirib chiqargan yoki yangidan topgan bir aql parasti emas. Bizning milliy ozodlik harakatimizga qarshi. Bu shu burundan bor. Misolga olsak, 1933-yili masalan G'o'jiniyazoji nimani Sharq Turkiston Islom Cumhuriyetini ag'dirib, G'o'jiniyazoji va uning askarlari qo'shini ag'dirib, Sobit Domollamni Shinsayga tutib berib, Sharq Turkiston Islom Cumhuriyetininki bosh ministrini tutib berib, andan keyin o'zi Shinsayga muavin rais bo'lib boradi. Bu nima desa, shu chaqdimi Shinsay nimaninki ta'siri bilan Sovet devletining, ya'ni Sovet ittifoqining, Sovet ittifoqining ta'siri bilan bir xil xalqchil bo'lgan bir odam bu endi Shinsay shu chaqda. Yoki xalqchil bo'lib olgan. Shuning bilan Shinsayning bu qilgani mana G'o'jiniyazoji xalqning ichidan chiqqan. Çünkü onundan burun Xitoy ishg'oliyatchi Xitoy ichidan Xitoy davlatidan kelib boshqardi bizni hamda. Shinsay shu chaqda G'o'jiniyazojni muomalas qilib, mana o'zinglarning xalqidan
xalqdan akeldik deb, bizning milliy harakatimizni, milliy azodlik harakatimizni, sabatdan olan bizning birinchi cumhuriyetimizni, uni ko'zdan saqit qilib, xalq harakati deb mundaq aylantirgan bir ish. Ikkinchidan, 44-yili yine o'xshashlam birlashma hukumat. Yine shu nima desa, Zhang Zhuzhong Nanjingdan keladi. Masalan, Xitoy ishg'oliyatchisi bizning vatanimizga keladi. U prezident rais, o'lkalik hukumatning raisi. Shuning bilan bizniki Sharq Turkiston Cumhuriyetidagilarning Ahmadjon Qosimga o'xshash odamlarni akilib muavin rais qiladi. Bu nima desa, yo'q. Bu Sharq Turkiston Cumhuriyeti degan gap yo'q bu yerda. Bu yerda milliy azodlik harakati yo'q. Bu yerda qandaqdir Sharq Turkiston mustaqilligi degan gaplarmi yo'q. Faqat xalq masalasi bor, xalq to'qinishlari bor. Lekin mushu to'qinishni hal qilish uchun mana Ahmadjon Qosimni akeldik. Bu sizlarning xalqinglardan. Masalan, nimani akeldik? Aysa Yusuf Aliptekinni birlashma hukumatninki nimasi qildik? Bosh kotibi. Bu sizlarninki xalqinglardan mana biz xalqchil deganni ko'rsatdi bu yerdan. Mana bu siyosat 86-yillar emas, butun bizningki shu milliy azodlik harakatimizda va Xitoyninki ishg'oliyat hokimiyati har vaqt har xil tuzumda, o'zlarining har xil tuzumlarda yurgizib kelayotgan siyosat bu endi. Mushu siyosatga o'ylanib ketadigan, o'ylanib ketadigan bizning inqilobchilarimiz qo'shbashning ichida nim bo'ladi desa, mushundaq bir ta'sirda anonlikin ish boshlaydigan gap. Shuning bilan bizningki milliy azodlik harakatlarimizning xarakteri o'zgarib ketadi. Rahmat, yaxshi obdan suhbat bo'layotdi. Undan so'ng bari inqilobininki rasmiy jarayonlarga ozroq bir kiraylik. Hamda Abdurjakovning yozgan kitobda men shuni o'qigan zodi, Yevropaga chetlarga yangi chiqqan vaqtida bari 15 yillik kitobni o'qisak, bari inqilob Zaydiyusni boshlash 22-kuni boshlamoqchi ekan. Ishlikka chiqqan ma'lum xoin munofiqlarni oshkorlab qilish bilan bu inqilob 2 hafta burun 4-oyning 5-kuni tuyuqsiz shu bomdod namozini yenibla boshlashga majbur bo'lib qolgan animallar va ana Xitoylar bilan 7 kunduz urushgan, asir elishgan, asir almashgandek mana ishlarni shu kitoblarni o'qidik biz. Xo'sh, unday qo'yib qolsam, shu jarayonlarga biroz aniq kiraylik. Siz boshlang Abdurjak. Buna jarayoni endi shu belgilam bo'yicha 94-oyninki 21-kunisi, 22-kunisi urush boshlandi, rasmiy Xitoyga qarshi qurolli urush. Bu urushning o'zi asli barınğı yığılgan, yani 3 yönlük boyunca uruş başlandı. Birinci merkezi liniya, şu merkezge Zeydi Yusuf ve Cemal Mehmet qatarlıq şu merkezi rayonu turvatqanlar öz rəhbərlik qıldı. Ondan keyin şərqdə Qumul Turpan Tümür yol poyez yolunu partitip bu yerde pidakarlıq göğüsüldü. Otur rayonlarda mı pidakarlıq göğüsüldü. Ondan keyin şimalda mı uruş qozgulup Çigrat tərəfində munda qıldı. Muşu yani şərqdəki, şimaldakı otur rayondakiler ölüm komandası hesaplandı bu asaslıq. Bunlar ölüş bedeliga qurban berish, şehit buluş bedeliga Xitoyninki janub tarafga keng ko'lamlik bostirish ep berishning oldini oladi. Yani vaqtliq qo'shib turdi yo'lni. Ondan keyin Xitoyni texmi aloqjadi qildi. O chog'larda ozroq bir harakat bo'lsa Xitoy yomon aloqjadi qilgan chog'lardi. Ondan keyin bu markaziy liniyadagilar tez harakat qilib Aqto'ng noyisini azod qilib, Aqto'ng noyisidagi saqlangan qurollarni jandarma atirtdagi qurollarni qo'lga tushirib, turmaga kirib, turmadagi mahbuslarni chiqarib, ondan keyin Qashqar shahriga tez hujum qilib, Qashqar valiy mahkamasini, partikom binosini azod qilib, u yerga ondan keyin Sharqiy Turkistonning mustaqillik bayrog'ini tishlaydi. Ular dunyoga 3-cü qatimliq Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti qurildi deb jakalaydi. Endi bu harakatninki jarayoni mushundaq elib berildi asli plan bo'yicha. Endi bu
Qashqa Valiy Mahkamasiga partikamga bayroqni qadavasimi baribir bostirib ketadiganmiz, kuch yetmaydi ekan. Chunki Zaydi Yusufning nihoyatda qattiq tashabbus qilib, mushu chog'ning o'zida biz harakat qilamiz deb bak ishonch qilishida Afg'onistonda mujohidlar yordam keldi degan gap bilan ko'pchilikni qoyil qilganlik. Biz Qashqa Valiy Mahkamasiga Sharqiy Turkistonning Ayol bayrog'ini qadab mustaqillik jakolatlab, aşağıda bir 2 kun putrasida turalisak, Afg'onistonda mujohidlar yordam keldi deb ko'pchilikni qoyil qilganlik. Onu hamda Afg'onistonda mujohid keldiganligini Zaydi Yusuf o'zi xiyol qilgan narsami yoki onunga shundaq bir uchur, aloqa yoki bir taklif qo'yilganmi? O hamda onun bilan o dunyoga ketdi Zaydi Yusufning o'zi bilan. Şu çağlardımı bizdeki peshqadam cho'nglarning deydigini zal chegara yoqsa azroq etish olgan bo'lsa Xitoy deganlarsa tashlab qechib chiqdi degan gap yomon chiqdi. 80-yillarda yomon bak anglaydik bunday gapni. Bu Xitoy degani shunday qo'rqinchoq miltig'ini tashlab qechib ketdi. Biz qo'limizda miltiq yo'q deb o'ltirmay oldidan bir qo'zg'olib chiqadigan bo'lsak, Xitoyning qo'lidagi miltiqni tatib etlam, shu 44-yillik Go'midonning payso saqchixonasining miltiqni tatib vatan azod qotgan o'xshash deb, manda yenik qaraydigan nihoyatda kichik bir qarash vardı. Mayli qanday bo'lmasin, Zaydi Yusufning tashabbusida mushu Qashqa Valiy Mahkamasi bilan Kommunist partiyasining binosini qorishab, shuni qo'lga tushirib, mustaqillik bayrog'ini tishlab tursak, Afg'onistonda mujohidlar yordam keldi. Biz bu vatanni azod qila olamiz degan ishonchlik tashabbus bilan 4-ayning 22-kunisi bu qurolli harakat plan bo'yicha boshlandi. Asli boshlanmoqchi. Ama bu qanday o paşım ketib qoldi desa, bu 90-yili 2-ay mezgilda ot belgisi bo'lgan ekan. Qashqar viloyat bo'yicha o'g'liq tartishish bir ot belgisi bo'lib, shuningda Yensan noyilik bir dehqonning eti birinchi yo'q viloyat bo'yicha birinchi olgan bir ot bor ekan. Endi bu urush qatnashgan bolalarning ichida mush tog'liqda ot chop turadigan, ot minadigan usta bolalar bor ekan Barin tarafda mush markazida. Shundan birisiga urush qatnashib bergin deb taklif qilsa, "Men shu otni ep bersam qatnashaman" degan gap. Shu viloyat bo'yicha birinchi daraja bu otni ep bersam va andagi ot minib oldingi safda otliq polkniki boshlig'i bo'lib bu urushni men pidakorlikni o'stiman deb talab shart qilgandan keyin andakin ot setib olishga ishga odamni mas'ul qilgan gap. Birisi Abduqodir Ibrohim, meni birisi nima turdi bir narsa ismini unutib qoldim. Shu yozgan kitoblarimda bor buning ismlari. Bularni mas'ul qilib otni akilanglar deb avatidi, ammo bular endi shartlik deyish oldi. Agar Yensag'i berib kelguchi oraliqda monchik vaqt ketadi. Bu vaqtning o'zida biz kilolmay qolsak, hammalar faqat turinglar, bizniki pashib qolganligimizni bilinglar deb qo'yib ular berib, darvaqa ot egisini tepib, uning bilan gaplashib, otni setib deb shu ot savdosi jarayonida bu pashib qoldi bu ishlar. Pashib qilish nihoyatda bak oddiy. Pashib qilish jarayoni yozmada har turli hizmetli odamlarni deb yozib ekan, men hayron qilganlik. Pashib qilish jarayoni ot setib olib bag'anlar, "Oy, biz sizning etingni og'il keldik" degandan keyin o otning egisi ismi Rahim Danish. Yensan aybiya Chuqurchoq yeziniki bir dehqon. Men bu otni balamdan afzal ko'rmasak sotmayman degandan keyin shuni bilan 1000 qo'y deb tushirgan gap. Yo'q degandan keyin shu o'llab 5000 so'mga chiqirlik otning bahasi. Otning egisi hayron qolgan gap bu 5000 so'mga eng az 5 ot keldi. Nima qilsam men bitta etni 5000 so'mga elib degandan keyin sizning etin viloyat bo'yicha birinchilik bo'libdi, Beknoyati Mohir Chavar otga shuni biz yaxshi ko'rib qoldik. Bu etingni ber degandan keyin yo'q, men etni bermayman, otni bermayman. Jenimni ep kelsam ketindan keyin men otni bermayman deb chiqib turgandan keyin amakatdan birisi tapanchani yerdan chiqarib tanlagandan keyin bu nimqat selsi yo seni o'ltirmaymiz, biz dushmanni o'ltiramiz bu tapancha bilan. Ya'ni nim qilsa bu etingni shunda ulug' bir jihad ishiga qatnashtiramiz. Biz Xitoyni qo'g'lab chiqarib, Xitoyni o'ltirib, jihad qilib vatanni ozod qiladigan shunday bir harakatga jinimizni pido qildik. Bo'lsa, seni bilishing bo'lsa, sen musulmon bo'lsang, e'timod taqdim qilishing kerakdi, uzamni qatnashing kerakdi. Ammo sen bu ching turmay bizga otni setib bergan degandek, "Voy qarindoshlar, men uxlabchiman. Siz bak bu ish qildingiz-la. Unda bo'lsa, men bu qatnasha etimni biray, uzoq yerdan yer kepsa, men bir paxlan go'sht akiray bozorga chiqibman.
Undan bir o'qitib, la'man yapma uyda bir g'izlanib, ertagacha andan keyin bu masalani hal qilib biz yo'lga chiqaylik degandagi, ma ishga haqiqat ma'qul deb la'manni saqlab o'ltirgan gap. Andan keyin bu uy egisi chiqib, yezliq hukumatga xabar qilib, darhol uyimda mushtaq ishga dona akslan qilibchiva deb ma'lum qilgandan keyin yezliq hukumatdan andan keyin soqchi jandarmlarni boshlab kelib, bu uyni qurshab, bu ikkisi qo'lga tushdi. Bu atsetilish jarayonida mushtaq paşvoluğuluq. Endi bundan burunmu öyle ki Zaydiyevni bir qancha qatim soqchiganga kelib, sen xatarlik ish qilyapsan, ochiq oshkora maydonga chiqib, odam tashkillab Xitoyni yo'qitmaymiz deb so'zlab yuryapsa, diqqat qil degandan keyin o'ylaki qo'shiqqa doim bir portlatqich granatni tingib yurgan bola ekan. Shuning bilan chapanning nimiz tugmasini echib ko'rsatgandan keyin u soqchi qo'yib qo'ying shu vaqtda. Sen bunda qilma, paylangda yansın ishki balang va yosh jining ichingga g'ir oq ko'k deb sala qilib qo'yib turayotgan ekan. Endi demak bu ish hali burundan paşıp qolgan bir oshkora ish. Oshkora ish bo'lgandan keyin mushu Aqto'noya, Yansonoya, mushu atroflarni tintinglaydigan deshakchilarmi hali bor. Endi mushunday bir vaziyatda bu ishga bolalar otni setib olamiz deb berib, u yerda rasmiy buni aniq, muqim ham urushniki boshlanadigan markaziy rayonning adresi, barin yezisi ekanligi hammasi u yerda pash bo'lgandan keyin, andan keyin degan vaqtda ular qaytib kelmagandan keyin shuning bilan barindagi yig'ilgan 200 ga yaqin pilolar haqqasidan kelib yig'ilib birlab ishkilab kelib 4-oyning 22-sigachilik asosiy yig'ilgan pilolar 750 piloy yig'ildi baringa. Qolganlar hammasi o'ziniki joylarda harakat qilgan gap. Sharqdagilar sharqda, shimoldagilar shimolda, o'rta rayondagilar o'z turayotgan yerda vazifani ado qildi. Ama baringa markazga yig'ilgan pilolarning o'zi 750 desak qadamda. Bulardan tak 200 bolalar yig'ilib bo'lgan ekan. Şu 200 bolalar yig'ilib, andan keyin to'plashib, bular vaqtida kelmadi. Endi biz qo'shib qoldik ekanmiz, tayyorlik qilib turay deganda darvaqa 4-oyninki 4-kunichi Kash tarafida hukumat Xitoy hukumatiniki, yezli hukumatning kadrlar kelib, Zaydiyevni tarbiya qilib, andan keyin 5-kuni shaharda bu harakat boshlanib ketdi. Jarayoni shu. Endi bu 4-oyning 5-kuni shaharda qurolli to'qinish boshlanib, andan keyin bu 8-kungacha to'qinish bo'lib, ondan keyin Zaydiyev shahid bo'lib, ba'zi muhim boshliqlar shahid bo'lgandan keyin, andan keyin vazifalik ba'zi chet elga chekinadigan vazifalik bolalar bor orasida. Andan keyin bular tog'liq rayonlarga chekinib, o'rmonliklarda urushga yomon jiq urush jarayonini men tafsiliy izoh qilgan materiallar bor bu jarayonda hozir uni deb qilishga vaqt ketadi. Andan keyin bu 4-oyning 6-kunisi butun vatan bo'yicha bu xabar tarqaldi. Tarqalgandan keyin endi qanday bo'ldi deb turgan chaqda bu vaqtdan burun bu harakat boshlanib ketgan chaqda boshqaliklar harakatga o'tmaydi aslida. 4-oyning 22-kunisi bu plan bo'yicha boshlanmay qilib, boshqa bir o'zgarishib qilib qolsa, boshqa joydagilar bu harakatni qilmaydi. Kim taslan besiqib o'ziniki maxfiyatini saqlab qoldi. Lekin Turpandagilar xabarni vaqtida topshirib olmay, bular temir yo'lga portlatqichni ko'mib qo'ydi. Shuning bilan u qo'shilib portlamay, portlashdan burun uni tekshirib, bombani betaraf qilib etdi. Iz qo'g'lab, andan keyin Turpan qismi butunlay harakat qilolmay turib, qo'lga tushib jazolanib ketdi. Aldı 18 yıllıktan en ahir 3 yılgıçlık 35 balla jazolanib ketdi Turpanda. Jarayon şu anda. Rahmat, Ahmet Çeksinov qatag'an nimalarimiz bor bu vaqtda? Nihoyat tafsiliy so'zildi Abdurimjon. Yani şeriklik şu yazan kitabımızdan bağlı mı? İnqilobchilar bilan Xitoy askarlariniki 7 kechikindi zamda. Urushgan nimaları var, o'zaro asar almashgan. Buni o'qib shu jar mening o'sha qonlarim degandan o'rlab ajoyib bir ularning qahramonligini opirib o'qiganda endi bu narsalarni. Har qatim nima bo'lsa bir qatim o'qib chiqib bu narsalarnikini.
Adam ağırlar neyse okusa, onun karsa, şu can Xitayning kuchini o kadar bir jiq askeri yo'q o'xshaydi deb qolib bizda hamda ikki adam bilan boshlangan bir qo'zg'olonni Xitoyning darmonliq bostirama ularning asirga tushib, ularning asir o'zlari asar almashlarini qirg'an vaqtda. Shu buni deb qo'ygan deb qoldi. Unda qolib qolsa yana bir savol. Bu Barin inqilobi garchi mag'lub bo'lgan bo'lsa, buning Uyg'urlar qoldirgan ta'siri, sirtqi dunyoga ko'rsatgan ta'siri qanday bo'ldi? Xalqaro matbuotlarda Barin inqilobi haqida nimalar deyildi? Xo'sh. Bununla Enver Cahakimiz ise bu mezgilde Enver Cahakimiz chet elde, Germaniye'de uzun müddet yaşayan. Bunu siz birden hakem qatag'an bo'lib qolsa nima ish kerak yana qo'shimchasi bo'ldi. Xo'sh. Rahmet. Endi shu bir kun, 2 kun keyin bo'lsa kerak 6-7 aprel kunlari ya shu Fransiyaning Ajans France Press yoki Reuters bo'lsa kerak, ikkisining birisining muxbiri shu Xitoy o'zi e'lon qilgan ma'lumotga asoslanib Aktu degan yerda qurolliq to'qinish bo'ldi. Bu yerda hozir soni to'liq esimda yo'q, 12 mi 18 qurolliq isyonkor etib o'ldirildi degan ma'lumot e'lon qilindi dunyoga. Birinchi ma'lumot shu hamda u. Dunyoga kelgan birinchi ma'lumot shu. Undan keyin shuning asoslanib hamda u qurolliq to'qinish bo'lgandan keyin munchalik odam etib o'ldirildi degandan keyin bu bir narsa o'xshaydi deb hamda radioda ishlayotgan vaqtimiz, Ozodlik radiosi ishlayotgan vaqtimiz buni biroz inchigilab so'rayli deb, ya'ni shu yana ma'lum vosita orqali ko'proq biroz atrofliroq ma'lumot olishga tirishdik. Radio orqali bu, faqat radio orqali. Hozirgi Erkin Osiyo radiosi qanday imkonlarni sabab qilgan bo'lsa, biz o'zimiz Uyg'urlar qilmagan bo'lsakmi, boshqalarning vositasi bilan xabar eshittirishdik. Undan keyin boshqa xabarda rost Qirg'iz rayonida hatto birisi bilmasdan Qirg'izlar deb soldim o'tdi. Ishda gapmi bor. Keyin buni aniqladik ish qilib. 2-3 kun ichida aniqlab buningki eng bo'lmaganda shu xalqimizning yoshlardan qo'zg'alib Xitoyga qarshilik ko'rsatgan bo'lganligi aniqlab chiqib, undan keyin bir protest maktubi tayyorlab, bu vaqtda tashkilotimiz yo'q Germaniyada. 5-6 Uyg'ur bormiz hammamiz. Yani erkekler 5-6'da, balçaklar bilan 20 bo'lamiz hamda. Bunun yerimi Münih'te, yerimi Frankfurt'ta, Türk teşkilatı Köln'deki Türk İslam Birliği deydiğen Türk teşkilatı, belki Abdurrahimcan kelgan vaqtlarda Serdar Musa Çelebi deydiğen başlığı attığı deymidik şu vaqtlar. O kişimi şu vaqtda Türkiye'de o Kenan Evren inqilab qilib deyman. Hükümetini örüp bular qaşqanki, ülküçilerdenken o adam kaçıp şu Germaniya kelib optike, şu teşkilat quribdike. Demek şular bilan aloqa qilib, şu Türk teşkilatı ruxsat aldı. Nimadan? German saqchisidan yoki German tertibni saqlash idorasidan, xavfsizlikni saqlash idorasidan ruxsat oldi. Bir hafta o'tgandan keyin bir 20 Uyg'urlar ve 10-15 Türkler bo'lib, shu vaqtida Germaniyaningki poytaxti Bonn shahri, Xitoyningki elchixonasi shu Bonn shahriga bir 30 kilometr yerdagi Bad Godesberg degan nahiyada ekan. Shuning oldida tunji qatim bo'lib namoyish o'tkazdik. Tunji namoyish
Nait köp sandı Gırman sakçıları bizni kovdu de. Asmanda iki tip uçar. Aylanıp jürüp bizni kovdu de veyahut da Xitayni kovdu de iş kılıp bir heli çoğun bir hadisi oldu bu. Bir yerde bayraklarımızı içip namayış kıldık. Onun dikin teyyalıgan Gırmançı xatni konvert kısilip sakçının ana koyuvatsan go boldu go koymamsa. Koyup bir yaşını koyup ankem sözlerimizi koyup deydi. Koy onu ke gap kılayım. Mana muş akderelik adam Serda Musa Çelebi. Türk. Gehen Sie mal zur Seite da. Mana Gırmançı yazılgan Türkistan'da müstakillik deb yazılgan lozuntularımız var. Çıkırıp bana 30'dan köprak, belki 40 etrafında oluş gerek. Ballaba, hem de zemnin balısı, iki bir şey. Normalleri, tıkkanın balları var. Çıkırıp onundaki bir 100 metre uzak yerde çıkılıp durup elçihanısının aldığı 20 metre tegen yakın yergişe kilişini onu da toktattı. Onun aldığı o tarafı kavipsizlik mesela yerde toktayışlarda biz xat verimiz de ben o xatni ilip gelip iki sakçının emralığında uzmanlıkı bastım. Bassam kögünüme dek madem çıktı, hodukop çıktı, jübilap çıktı. Ben müşkül demedik ki katibe elçihanlık dedi. Onun dedi bana biz Uygurlar bir kuralsız adamlarını etip öldürüpler. Biz bununla narazılık mektubunu sizlerge etkeldi o. Degenden ki bu biz teröristlerini ötlerdi o. Bunda kalkını ötlermedi o. Kuralsız adamga ok atmadı o. Ben bu nemini kabul kılmayayım ben ikimiz münazirleştik bu yerde. Gırmança. Münazire biraz devam kıldın ki sakçı dedi bir münazire kılış cayı emas. Ya kabul kılıp alırsan mektubunu ya ki almayman deysen degendikin biraz vakıravrak, biraz kopalırak man emas Xitayning vekiliga. Degendikin boptu men bunu nemini kabul kılmayman ama xatni alay deb elip kirip ketdi. Kirip ketdi. Endi bu macariyanı etip öttüm. Radyoda uzun yıllar bir taraftan G'arbning ma'lumotlarini beramiz, haberlerini beramiz, tariximizdan, medeniyetimizden, şu Qashqar inqilobidan 33-yilgi, 44-yilgi inqilobdan haber beramiz. Bundan keyin dunyoda shu vaqtlarda endi Filistinliklar urushayotgan, boshqalar urushayotgan bular to'g'riliq xabarlarni beramiz. Endi biz to'g'riliq, o'zimiz to'g'riliq bunday bir xabar birinchi qatimda nayt heyecanlandık ve bizi bir yenilik oldu. Bunu qaytib kelib, undan keyin İngilizce xabar qilib, kengaytib, tafsili xabar qilib, İngilizce e'lon qildik, Uyg'urcha emas. O vaqtida Uyg'ur şöbimiz yo'q, gapni deb qo'yayman. Ish qilib, ash radioda 22 tilda program beriladi. 22 til hammasi badi mush xabarni. Mushtaq bo'pti, Uyg'urlar isyon ko'taribdi degan xabarni berdi. Yani işte bu chet eldeki tunji namoyishma shu davolash namoyish yaptı. Shu endi chet eldeki tunji namoyish. G'arbdiki desek javob bor. G'arbdiki deyli. Endi Turkiyada bo'lganmi, bo'lmaganmi, qaysi mazmunda bo'lgan, Xitoyning elchixonasida oldi bo'lganmi, bo'lmaganmi ularni bilmayman. Ish qilib G'arb desayli deyli. G'arbiy dunyodagi
tunji namoyish. Namash o'rlashtiruvchi Xitoy elchixonasiga not topshirishning bir skensiz-da, hamma cho'ng bir ishni qilib ekansiz, ha. Endi ko'rdik. Xo'sh. Abdurahmonning savoli bormi yo'qsa men davom qilaymi? Ben acaba bir sual qilib qo'yay. Ben 90-cı yıl 5. ayın 10. günü şu München'den Antalya radyonu anlagan. Barında muşundaq bir hareket Xitoyga qarshi qarorliq hareket partildi. Bu tunji qatimligi. Bundan keyin Xitoy bundaq harakatni bostirib tugatolmaydi. Bu muddatli bombaga o'xshash bir patlab chiqdi. Bundan keyin yani daim bundaq harakat yuz bergisi Xitoy tam bu Sharqiy Turkistonga chiqib ketmagichilik bunda harakatni bostirib tugatib bo'lmaydi degan shu mazmundagi xabarni 95 ayning 10 kuni Urumchida olingan. To'g'ri. Shu xabar endi balki o'zbek tilida anglagan bo'lishingiz mumkin. Ishqilib shu o'zbekcha anglagan. Barin to'g'ri xabarga keyin undan keyin qilgan namoyishga asoslanib berilgan xabar. Qisqacha mening ta'sirotim, o'zimniki shaxsiy ta'sirotim. Demak, men vatandan 12 yoshimda chiqqan. Uni yo'q bormadim vatanga. Nima anglagan bo'lsam, nima bilgan bo'lsam, ish qilib sizlardan, mushtaq keyin chiqqanlardan ya o'zaro maslahat so'zlashganda yo yozilganlarni anglab va har kuni men xabar qilaman endi radioda. Shu boshqa millatning xabarini qilaman. Ya'ni menga bergan ta'siroti demakki biz bu qila olmaydi ekanmiz. Biz mana demakki mushta bir fursat tepilsa biz bu Qur'onni tutib yana 44 yildan keyin oradan qancha yil o'tdi? 40 yil o'tgan gap. 45 yil o'tgan gap. Yana qo'zg'ildi ekanmiz degan bir ruh menda shaxsan paydo bo'ldi. Ahamiyati ta'siri dedim. So'radim. Ikkinchisi endi Türk tashkilotiga muhtoj bo'lib, u bizga ruxsat etmadi. Agar shu Türk tashkiloti tanmagan bo'lsak, ruxsat bermasa, buni qilolmaymiz bu namoyishni. Shuning bilan endi tashkilot qurmasak bo'lmaydi ekan. Deb yana g'arbiy dunyoda endi O'rta Osiyolarni hisob olmaymiz. Balkan tashkilotlar, Abdurimjonlar undan bildi. Turkiyadan Balkan tashkilotlar, g'arbiy dunyoda birinchi tashkilotni shu Barin inqilobidan 5 oy keyin birinchi tashkilotimizni Germaniyada engelledik. Hadima Yevropa Sharqiy Turkiston birligi. 7 kishi kerakkan. Şu vaqtda 7 kishini topamay, rost topamay, 4 er kishi, 3 ayol kishi, ayollar uydagilar, hamda ayollar ismlarimiz yozg'izib, 7 kishi qo'l qo'yib, Yevropa Sharqiy Turkiston birligini qurdik hamda. Bu hamda bizning uchun bir yangilik bo'ldi. Yevropa Sharqiy Turkiston birligi TXBA shuning keyin mana asta birlab ikkilab qarindoshlarimiz kelgini boshladi, qochib kelganlar vatandan. Keyin 96-yili 97-yilmi Abdurimjon Yoshlar qurultayini Myunxda shu Yevropa Sharqiy Turkiston birligi sohibxonlik qilib qurultay o'tkazdik. 96-yili. 96-yili Yoshlar qurultayini shu Yevropa Sharqiy Turkiston birligi sohibxonlik qilib yana Myunxda qurdik. Keyin 99-yili Turkiyada ma'lum siyosiy sabablardan ishlamagan milliy markazni Germaniyaga ko'chirib akilib Sharqiy Turkiston Uyg'uriston milliy qurultayini 99-yili 11-oyda yana Myunxda qurdik. Keyin oradan 5 yil o'tgandan keyin 2004-yili Yoshlar qurultayi bilan Sharqiy Turkiston Uyg'uriston milliy qurultayini birlashtirib, butunlay milliy manfaatimizni ko'z oldida tutgan holda hozirgi dunyo Uyg'ur qurultayini qurib chiqdik. Demak, biz emas, shu Myunxga kelgan mehmonlar O'rta Osiyodan, vatandan, boshqa yerdan milliy harakatimizningki vatan sirtidagi milliy harakatimizning boshiga markazi Myunx shahri degan gapni biz topmadik. Şu kelgan insonlar
ko'rgan insonlar qilayotgan ishlarni xatoliklar bo'lgan bo'lishi mumkin, kamchiliklar bo'lgan bo'lishi mumkin, albatta bo'ladi. Ko'rib, demakki, shu milliy vatan sirtidagi milliy harakatning boshlang'ichi Myunxda boshlanib ekan degan unvonni, degan ismni shular bergan. Ya'ni buni eslab o'tishimdagi sabab demakki, shu o'zlarini pido qilgan Abdurimjon deb o'tgandek, shu yoshlarimizninki qilgan inqilobi harakati şehit bo'lishi bizga o'xshash vatanning sirtida biz vatan uchun vatanning sirtida turib nima qila olamiz deb yurgan insonlarga ilhom bo'lgan, turtki bo'lgan. Demakki, shuning bilan keyin yuzlab, minglab yurtdoshlarimiz kelib, mana hozir endi qanchalik kamchiliklarimiz bor, shu bo'lsa-mu ish qilib, shunchalik harakatning boshlanishiga men deyman, biz Myunxdagilar emas, demek şu barın inqilobining qahramonlari, şehitlerimiz bizga turtki bo'lgan, bizga ulgu bo'lgan ve biz bu shuni Bismillahirrahmanirrahim deb shu harakatni boshlagan. Yani bunun siyosiy ahamiyati, vatandagi siyosiy ahvol emas, bizga bo'lgan siyosiy ahamiyati demek ki mencha tarix bo'yicha yani bizning ikki cumhuriyetimizning keyingi eng muhim milliy harakatimiz, inqilobimiz shu barın bo'lgan degan ta'sirot menda bor. Rahmat. Buning natijalarini mana endi balki soatlarcha so'zlashimiz mumkin, yaxshi taraflarini, yomon taraflarini, kamchi taraflarini, ammo ish qilib bugun bir vatanning sirtida ko'zga ko'rinarlik bir harakatimiz bor. Shu ya'ni shu barın inqilobi bilan sarangini shu barın inqilobi yoqqan. Dunyoga Uyg'urning qul olmaydiganligini, mustamlika qarash irodasiga jakarlagan bir inqilob ekanda. Endi savollarga bo'lsa, yana gap qilmayman. Biroz heyecanlandim. Mendagi ta'sirot shu. Yaxshi bo'ldi. Ben bir gap qistirib qo'yay. Bu Anvarjon apandininki namoyish haqidagi so'zi bilan va barın milliy ozodlik harakatininki xabarga chiqishi bilan shundaqla shu namoyishni Abdurim qo'ydiq nimada ekranda ko'rdik. Ikki nuqtani men bir eskartib qo'yay dedim. Ikki nuqtadan. Birinchidan Jon apandalik nimani xabarda chiqdi deb musha barın ozodlik harakatiniki to'g'risida xabar chiqdi deb, masalan, milliy to'qinish degan atalg'ini ishlatdi. Albatta, buni Anvarjon ishlatmagan bo'lishi mumkin. Balki shu agentlik, xabar agentlik ishlatgan bo'lishi mumkin. Cho'qim xabar agentlik shunda ishlatdi endi milliy to'qinishda. Bu yerdagi milliy to'qinishdagi milliy degan so'z biz tushundigan hozir bizning masalan Sharq Turkiston milliy ozodlik harakati degandek milliy degan ma'noda emas. Çünkü bizning milliy degan ma'no davlatlik degan ma'no, milliy degan. Davlatlik bizda Uyg'urchada milliy muzey deymiz, milliy muzey deymiz. Davlatlik muzey degan gap bu hamda. Milliy armiya deymiz. O degan davlatlik armiya degan gap. Lekin Anvarjonning eskartgandiki milliy to'qinish degan bu etnik konflikt deydi inglizcha uni. Etnik to'qinish. Bu etnik to'qinish degan milliy to'qinish emas. Etnik to'qinish degan bir davlatdagi o'xshamagan etniklarninki to'qinishi bo'ladi endi. Albatta bu milliy to'qinish yoki etnik to'qinishimish, etnik to'qinish degan tushuncha Xitoy mustamlikchil hokimiyatiningki bizningki Sharq Turkiston milliy ozodlik harakatini xalqaroda mushundaq otishi, tashviq qilishi. Bu milliy ozodlik harakati emas, bu faqat bo'lsa etnik to'qinish bo'ladi debchi. Kichiklatibdi, yani bir davlatning ichidagi o'xshamagan etniklarning to'qinishi. Masalan, Xitoy Cumhuriyet Xalq Cumhuriyetiga bir etnik, cho'ng hajmni olgan bir etnik, Uyg'urlar kichik az sonliq bir etnik, mush ikki etnikning o'rtasidagi bir davlatning ichidagi to'qinish deydigan. Shunga Anvarjon apandimlar shu vaqtlarda Germaniyada bo'lgandan keyin Mesela hatta bizden milli azadlık hareketimizin teşvikat işleri da hatta milli dokunuş etnik dokunuş degenge karşı duruşumuz gerek.
Ya bu etnik dokunuş emas. Bu milli ne deymiz? Milli azadlık hareketi. Etnik dokunuş emas. Bu bir devletdeki iki etnikning urushi, jidal majrasi emas. Bu ikki davlatninki. İkki davlatning biri mustamlik qilgan, yana birisi mustamlik bo'lgan ikki davlatning o'ttirsidagi urush degan ma'nosini bildirishimiz kerak. Bu birinchi. İkinci emde o namayişte Envercan Efendi 6 tom sunuptu nemiga elçixanaga ya da talepleri. Şundaq mı Envercan Efendi? Hem de bu mu yani Milli Azadlık Hareketimizdeki hal qilishga tegishlik, hal qilmasa bo'lmaydigan nayt muhim masalalarning biri. Mesela Envercan Efendi'ninki elçixanaga Xitoy Xalq Cumhuriyetining Germaniyada turishliq elçixanasiga arz sunyapti. Yoki bundaq chiqayotganda talablarini sunyapti. Bu nima deganlik desa, bu Uyg'urlarning, Sharqiy Turkistonliklarning Germaniyadagi ma'u Xitoy mustamlikchil hokimiyatini qabul qilganlik bo'ldi, e'tirof qilganlik bo'ldi. Bu mening hokimiyatim deganlik bo'ldi. Şuna arz sunadigan gap bularga qarab qo'ygan, bundaq bostirib etme, bizimiz xalqing to'g'ri bu etnik to'qinish deysa, sen etnik to'qinish demasan, sen degandek etnik to'qinish, ya'ni bir davlatdagi ikki etnikning to'qinishi. Lekin bu to'qinish degan bo'ladi, bundaq to'qinish chunki ikki etnik bo'lgan ekan. Har bir etnikniki, masalan, bo'lib asonliq etniklarniki madaniy, ijtimoiy, iqtisodiy talablar bo'ladi. Şuna sen bundaq talablarni anlab qo'y. Mesela bizning hükümetimiz olgandikin, hakimiyetimiz olgandikin. Bak bastırıp etme, bak unda qilib ketme. Envercan mı depti mesela, Xitoy mı depti mesela, biz qorallıqlarni bastırmadık, nima qoralsızlarni bastırmadık, fuqarolarni bizni bastırganimiz nima bo'lsa qorallıqlar oldu. Çünkü qorallık olgandikinlar o milli bölgünçülük oldu, terrorizm bo'ladi bir davlatda. Uni har qanday davlat qabul qilmaydi deydi. Bu to'g'ri. Şu demakchi bo'lganim bu yerda mushu 6 tomni sunishning o'zilam Sharqiy Turkistondagi Xitoy mustamlikchil hokimiyatini qabul qilganlik, e'tirof qilganlik bo'ldi. Bu bizningki milliy azodlik harakati ekanligimizni rad qilganlik bo'ladi. Ya'ni undaq emas, bu etnik to'qinish milliy azodlik harakati emas degan. Mush ikki masalani eskartib qo'yadi. Xo'sh, Anarjon aka. Ahmetcan efendim bir rahmet etimen. Adır emdi bu 35 yıl avvalki hikaye. Mesela adır bu Erkin Asya radyomuz var. Okşaşla biz işleyen hizmet kılan radyomuz şu Amerika'nın pulu ile içilgan özünün bir siyasi yolu var. Bir körsetmesi var. Şu asasqa göre yazalayımız, şula maqullagan atalmalarını işleteleyimiz. Onun ötərbiga ötəmeyimiz. 35 yıl avval gap, hadırım tek şundaq. Yani bugün mesela Uygur rayonu dep alıdı. Uyguristan delenmeydi eşedim o. Hatta Amerika yani bugün bizge milyonlaş pulunu verip Xitoyga qarshi o'zining siyosatini ishlatib qilish uchun bizlar to'g'riliq bir necha aktlarni, qonunlarni qabul qilgan ahvoldami? Demakchiman, ya'ni hozir Amerika bizning keynimizda hamdi. Shunga qaramasdan Uyg'ur rayoni deb ishlatamiz. Yani bunu tekrarlab deyishimdagi sabab demakki Uyg'urning radiosi emas o. Biz Germaniyada demokratik qonunlarga ko'ra harakat qiladigan bir Türk tashkilotining ruxsati bilan ega berib namoyish qilyapmiz. Demak, mana ikki narsa hamda nihoyatda muhim. Men o'zimni misol beraman, boshqasi emas, o'zimni misol beraman. Demak, yani vatanda men bir pay o'q atmagan, balki atanmasdim ham. Ama vatanning sirtiga chiqqandan keyin Xudoyim menga mayada imkonni beribdi ekan. Men va menga o'xshash akalarimiz, enalarimiz shu imkonlardan foydalanib
biz bu yerda bizga tanilgan demokratik hak huquqlardan foydalanib xalqimizga nima qila olamiz? Mushularni qila olamizkan. Albattaki ko'nglimiz shuni orzu qiladi, Ahmadjon efendim deb o'tgandek, ashundaq bizga bir baza berdigan, bizning mustaqilligimizni qo'llaydigan bir davlat chiqsa, ashaga berib go'karab Xitoyga arz sunmasdan, demakki, bir odamni o'tasa berib bizmi o'tiralisak, u yaxshi bo'ladi. Ammo bu imkon bo'lmaganiga ko'ra 35 yil avvalgi gap. Anvarjon efendi, o'ltirish emas, Siz fikringizni hurmat qilaman. Sizning fikringizni hurmat qilaman. o'ltirish dedim, namoyish qilish kerak. Bu tashviqot, namoyish qilish kerak. Bir minut. Ben sizin gapingizni anladım. Ben hürmet qilaman. Ben fikrim değişimge riyasetçi sen ruhsat berishinglar kerak. Xo'sh. Ben fikrim deyapman. Ben sizin fikringizni hurmat qilaman. Endi şu radyo stansiyasida Sharqiy Turkiston degan ismni biz ishlatishimiz kerak. Mecbur ishlatamiz. Çünkü biz tarixda 2 qitim Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti qurgan deb qabul qilganlar Uyg'urlar. Başkalar ondan demeni qilmagan. Ondan keyin nimada masalan mustaqillik hareketi belki keyin anglagan bo'lishimiz mumkin. Mesela bu yerda Abdurimjon bularni anglaganlar, Abdurimjon bor. Biz chiqargan jurnallar bor, gazetlar bor. Shularning ismlari Mustaqil Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti deyilgan, İstiqlal gezisi deyilgan. Mesele bu emas. Qilish oson enim. Men sizga javob bermay o'taman. Men fikrim deyapman. Mesele bu yerda emas. Mesele bu yerda emas. Yo'q, mesele bu yerda bo'lsin. Bu yerda siz mehmon, men mehmon. Siz fikrimizni men angladim. Men bu fikrim deyman. Uningdan tukkanlikni siz men davrsiz. Bu bir-birimizga hurmat qilishimiz kerak. Hurmat qilishimiz kerak. Xo'sh, Anvarjon oxirgi 1 minut. Bu yerda demakki bir nimani 35 yil avval bizga ilhom bo'lgan, bizga madad bergan bir harakatni eslab o'tyapmiz va shu sharoitga ko'ra, shu vaqtdagi aqlimiz bilan, shu vaqtdagi tajribamiz bilan qilgan harakatimiz kamchiligi bo'lishi mumkin, ortiqchiligi bo'lishi mumkin. Kamchiligimiz qabul qilib olamiz. Qilib qandaqki barin qahramonlarining, shahidlarining nimalari bizga ulgu bo'lgan bo'lsa, balki bizning qilgan harakatimizning bundan keyingi nesillarga bütün kamchiligi bilan, ortiqchiligi bilan mushtaq akalarimiz shu vaqtimizda boshlabdiki, biz buni texim yaxshilik qilaylik deb shularga foydasi bo'lsa, bizning nimamiz, o'zimizning nimamizni ijro qilgan bo'lamiz va inimiz Ahmadjon efendimizning umuman bundan keyin mushto'g'irlik yoshlarimizga bilmaydigan bizlarga ta'lim tarbiya berishini, yo'l yo'riq ko'rsatishini va o'zining bir amaliy harakat qilishini men bu to'rt ko'z bilan kutaman. Chunki nihoyat ko'p hurmat qilaman o'zini men. G'arbiy dunyoda yetishgan, arab olimida, arab dunyosida nihoyat mashhur qalam tavratgan biz inqilobchimiz. Ya'ni buningdagi yoshlarga o'rnak bo'ladigan so'zlarni, harakatlarni, amaliy ishlari bilan ko'rsatishini umid qilaman. Ko'p rahmat. Rahmat, mishari 1 minut gap qistirayim. Ma suhbat yaxshi ma'noda Ahmadjon Osmon akamiz uniki fikrini men nurg'un savol keldi kallamga. Chunki bari aniqlab dunyo tunji bir pay o'qib etib Uyg'urlarniki Xitoy mustamlik yashayotganligini bir anlatgan bo'lgandan keyin biz juda bo'lganda Xitoy elchixonasiga old namoyish qilish shu mezgil tunji boshlab tikanda hozir qadar bizning bu chet eldagi harakatlarimizni eng chong ko'z ko'rayotganimiz shu Xitoy elchixonasini namoyish qilish. Yilda 4 qatimmi, 5 qatimmi shu namoyish qilish bor-da. Unda qiz bizning da'voyimiz 5dan tortibla shu xato qadamni mengilgan. Buni zodi hech bir diagnoz qo'yib baxmaganda, hozir Ahmadjon Osmon akamiz yaxshi bir diagnoz qo'ydi deb qarayman sizga. Abdurim efendi namoyish qilmaslik emas. Yo'q, namoyish qilamiz. Xitoy elchixonasining oldiga berib namoyish qilamiz. Lekin bizning bu namoyishimiz bir davlatning oldiga berib qilayotgan namoyish. Ya'ni Jumhur Xalq Cumhuriyetining vakillik qiladigan bir organning oldida biz Sharqiy Turkistonlik bo'lish sifatimiz bilan qarshilik ko'rsatib namoyish qilamiz. Biz qarshilik ko'rsatyapmiz. Vatanimizning ichida qarshilik ko'rsatyapti. Ko'rdingmi mana biz sen emas, biz Jungo emas, Jungolik emas. Biz Sharqiy Turkistonlik
deb turib namoyish qilib qarshilik ko'rsatamiz. Barin şehitleri Envercan akımız aytgandek, nima uchun şehit bo'ldi? Şu Şarkı Türkistan'daki Şarkı Türkistan'daki Xitoy mustamlikchil hokimiyatini e'tirof qilmay unuga o'q atdi, shundaqmi? Shundaq ekan bizmi barin o'royiga varislik qilib, sirtda har qanday yerda Xitoy mustamlikchil hokimiyatini e'tirof qilmaymiz. E'tirof qiladigan harakatlarda bo'lmaymiz. Mushu namoyish qilamiz. Albatta chatoq yo'q. Lekin bundaqalikqa e'tirof qiladigan shaklni, tutni berib qoladigan harakatlarda bo'lmaymiz degan. Rahmat. Xo'sh. Unda qolib qolsa, Abdujak sizga fikringiz bilan qatnashgan. Azaq fikir qatnashtiray. Endi Anvarjon efendim aş jarayonni tafsil eslatib o'tdi. O tashkilsiz. Ola bir tashkilot emas, tashkilotning nizomnomasi ya programmasi bo'yicha chiqqan harakatmi emas. Faqat ashada Xitoy mustamlikchilik qarshi qurolliq harakat qilib, shehid bo'lgan qahramonlarimizniki ruhi bilan shu ruhga vakolatchilik qilib namoyish qilib Xitoyga ochgan holda bu bir masala. Ya'ni tashkilsiz holda Türk tashkilotininki himoyasi ostida qilgan. Endi buningga yozilgan xat Xitoy hukumati u yerdagi fuqarolarni shunday qurolsiz fuqarolarni va bunda o'ldigan, otgan degandek mazmunlar yozilgan bo'lishi mumkin. Balkim u xatni shu Türk tashkilotininki rahbarligi bilan yozilgan xat bo'lishi mumkin. Chunki u namoyishga qatnashgan Uyg'urlar tashkilot emas. Ammo xalq ommasi onunğa bir Xitoyga bir teklif qo'yishmi aslida bir shaxsiy odam bir davlatga taklif qo'yamaydi. Bunda qilma sen bizning kenimizdan chiqib ketratimisin deb shaxsiy mundaqni qilolmaydi. Bir tashkilot bo'lgan bo'lsa, agar shu vaqtda bir mukammal bir tashkilot qurilib, shu tashkilotningki nizomnomasi bo'yicha agar bir iltimotum maktub topshirilgan bo'lsa, o maktubning ichidagi mazmunni hozir endi bizga so'zlab tushundigan bo'lsa, Cumhuriyet Cumhuriyeti fuqarolarni bundaq qalayqan o'ltimanglar yaxshi bo'lmaydi deb yozganligini Anvarjon efendim hozir o'tirib qo'ygan bo'lsa, balkim tanqid qilishimiz mumkin-di. Ammo tanqid qilishimiz lozimdi. Ammo o bir tashkilsiz bir harakat boshqalarning tashkilotini, Türk tashkilotiniki yetakchiligi bilan qilayotgan bir harakat bo'lg'achqa, ham tunji bir Xitoy elchixona solib namoyish qilayotgan bir hayajonli harakat bo'lg'achqa, shunlashqa buni hamda ma'lum jihatdan to'g'ri tushunishga bo'ldi deb qarayman. Endi bundan keyingi hozirgi mavjud hamda harakatlarning o'zida biz mandaq o'lchamni rasmiy tushunishimiz kerak. Hozirgi tashkilotlarimizningki hozir shu mavjud ahvolda Xitoy davlatining bir fuqarosi bo'lib turib, qilyapti hozir nurg'a harakatlarni. Albatta. Masalan, 4 yil avval butun deb ketdim, 7-8 g'arb davlatlari Xitoyninki Uyg'urlarga yurgizayotgan jinoyatni irqiy qirg'inchilik jinoyat deb qaror qilib bo'lgandan keyin bizningki qurultayniki, ya'ni Uyg'ur qurultayining rahbarlari Beijingdek bir Xitoy bilan boshqa Xitoylar bilan to'r yig'ini etib turib, u yerda Xitoyninki nihoyatda ig'ir darajada zarba berishga uchrab ketdi. Uyg'urlar millionlagan Xitoyni o'ldirdi. O Osmanlı Türkler Ermenilarni qirg'in qilgandan jiqoriq sonda Uyg'urlar Xitoyni qirg'in qildi. G'arb dunyosi, butun dunyo asosan Osmanlıni irqiy qirg'inchi, Ermenilarni qirg'in qilgan deb qaror oldi, onu ma'qulladi. Ammo Uyg'urlarninki Xansu xalqini o'ldirganlik bu qirg'inchilikni bunga qo'sh muomala qildi, qo'sh prinsiplik o'lcham bilan ish qildi. Ya'ni Jungo davlatini irqiy qirg'inchilik deb ash Beijing ashinchi darajada Uyg'ur rahbarlarini dafsanda qildi. Ashunga sukut qildi bular, norozilik bildirib sukut qildi. Men mundaq taraflarni biz qanchalik tanqid qilsak bo'ladi, bularga o'shuni yig'ib ol. Sen agar Cumhuriyetning fuqarosi bo'lsang, sen o'zing fuqaro. Ammo Uyg'ur tashkilotini tashkilotga vakillik qilib turib, Uyg'urlarning nomidan vakolatchilik qilib turib, sen o Cumhuriyetning fuqarosi bo'lolmaysan deb, mana hamda bir qattiq rad yapasak bo'ldi. Bo'ldi fikrim tugadi.
Rahmat, endi hozir Anvarjon akamiz mana shu sirtqi dunyoga bo'lgan barliqlarning sirtqi dunyoga bo'lgan ta'sirini bir anglatib o'tirib munozir qilishdik. Barin inqilob vatan ishi qanday ta'sir ko'rsatdi bu vaqtda? Endi vatan ishida Ahmetcan Osman Efendim'i vatanda shu barin inqilobi harekatli bostirilib bo'lgandan keyin vatanga kirdi, shu vatanda yashab, hatto Rabia Qadir So'd shirkatiniki muavin direktor bo'lib, Urumchida shu vaqtdagi yoshlarniki rasmiy fikr markazida bir vaziyat shakllantirgan Ahmetcan Osman Efendini ben 86-yildan boshlab tanıyman. Dünya adabiyotida ta'rifini o'qib, suyunigan. Şu 90-yılı, 92-yılı Örümçide Ahmetcan Osman Efendi şu vaqt yaşlarınınki 8'i, yani fikir eqiminiki, yaş fikir eqimlarininki o'ttirdagi serkisi bir nimada salohiyatida o'tirga chiqqan bir shaxsimiz. Endi men bo'lsam shu inqilobninki nimasida jazolanib mükkil yapamay keçirgen, keçirip ahir çetelge çıkıp kalkan bir adam. Bu tesiri gelsek ya bastırılış tesiri naiti yukarı oldu. Muşu inqilab bastırılgandan keyin nayilerninki oturusunu kesti, tusak koyup durup tekşürüp ötküzdüğün. Səhra-səhralıninki o səhradan bu səhrağı ötüdüğün yollarını dokunmuşunu tutup saçlar resmi tekşürüp muşu derecede qattiq qamal qildi. Umumyüzlük vatanın miqyası da iğir derecede bununki ruhi cihetten bastırış etmedi. Endi jazaga uçurğanlar vatan boyunca bütün jazaga uçurğanlar şu inqilabga munosabatli bo'lib, şu inqilabninki ichiga chetilib jazaga uçurğanlar 300 kişinin aşmaydı. Ama şunun ta'siri de Xitoyninki birga zarba menga tarbiyaleydigan bir xato tutilib bir tordan tushgan bo'lsa, ming xato tutilib ketsa mayli deydigan shu prinsip bo'yicha umumyüzlük zarba uçurdi. Millet ruhi besim uçurdi. Hatta ziyolilar qatlamida, yozuvchilar qatlamida bu harakatni tanqid qilib maqola yozish, maktablarda tanqid so'zlash, buni ayiblash, mahallada ayiblash harakati uyushtirib, buni aktiv qatnashmaganlarga qora chikit qo'yib, keyingi tutqunlarda 3 oylik, 5 oylik tutib solab, shunda qilgan zarba berish ig'ir darajada avj oldi. Ondan keyingi turli portlashlar, turli qo'zg'olishlar, qarshiliklar o shundan keyingi besimlardan kip chiqdi deyishga bo'ldi. Diqqat bo'lsam, meni nima uchun jazolayotganda elki bir yillik, yarim yillik turmada qattiq azoblanib chiqqanlar andan keyin Xitoyda intiqom elish, qisos elish, yak harakat qilish mush ishlar keng qanot yeyib ketdi. Bo'libmi 2000-yilgacha aralıqda 10 yil jarayonida shu barin deb bostirilgandan keyin, mushakat bostirilgandan keyingi ruhiy besim, turli iqtisodiy jazo, ruhiy jazolardan millatda bir xil patparaqchilik kelib chiqdi, bosh-boshdoqlik kelib chiqdi. Cho'nglarning gapiga yoshlar ko'nmaydigan ahvol vaziyat shakllandi. 2-3 balla bir yakasa, fikrdoshlar bir yakaslar bir tashkilot qurib olib, ondan keyin ya bir harakat qila oldi, ya qilolmadi, bostirilish nihoyatda keng qanot yeyib ketdi. Vatanning ichidagi ta'siri shu, vatanning ichidagi ta'sirini hamda Anvarjon afandim dastlabki hissiyoti bilan uni tushuncha berdi. O'rta Osiyodami bu harakatninki yaxshi ta'siri yo'q ekan men chiqqan chog'da. Men 94-yil 6-oy chiqdim Qirg'izistonga. Qirg'iziston, Qozog'iston bu tavadagi Uyg'urlarning orasidami xil ichida bir kim fikrlar borki, u haqiqiy Xitoyga qarshi bir qo'zg'olon bo'lgandi. Ammo asoslar o'qimishliq, bilimlik, ziyolilar qatlamlarida bu yaxshi ta'siri yo'q ekan. Barin inqilobininki ta'siri yaxshi emas ekan. Yozilgan xabarlar bor ekan, tahlillar bor ekan, Yangi Hayot gazeti, Uyg'ur ovozi gazeti degandek gazetlarda har turli baholar bor ekan. Shuni o'qib chiqib, andan keyin men uning qarta izohat berib bir doklad xarakterli nim yozgan.
endi o taraflarda ta'sir yaxshi bo'lmaganki. Buni qanday degan chaqda Sovet ittifoqi 91-yil parchalanib ketdi. 91-yil parchalanib ketgandan keyin bu Sharqiy Turkistonning Sovet ittifoqiga chegirdosh 2,5 ming kilometr atrofidagi bu chegirdosh rayonlarning o'zi xatarlik rayonga aylandi. Shunga Xitoy bu yerga ko'plab askar yo'tkash bir ehtiyoji mushu barin harakat qo'zg'alish bilan Xitoy bu ehtiyojni qondirgan. Yani chegara rayonida Sovet ittifoqi parchalanib ketgandan keyin askar yo'tkasa, u vaqtida Xitoyning askar yo'tkash ishlari osonga to'xtamaydi. Tushuncha berish kerak chegara rayonidagi davlatlarga. Ammo bu yerda bir harakat qo'zg'algandan keyin mushu harakatni bostirish ma'nosida chegaraga askar yo'tkagan Xitoyga bir bana bo'lgan degan bundaq tushunchalar bor. Darvaqa Xitoy shu 90-yil 4-oyning 10-kundan boshlab 8-oygacha oralıqda 3 oy, 4 oy atrofida 1,200,000 askar yo'tkaglik. Mushu janubga. Yo'tkab, ig'ir darajada bir askar rayoniga aylandi. U yer Gibraltarlarni texnik kengaytdi. Ciddi holatda oldingi hisobda vazifa o'tash muddati to'sgan askarlarni Xitoy rayoniga chekindirib ketmay turib, Bingtanga yerlashtirib, mushu Oqsuvdagi Bingtan rayonini, Qashqardagi Qotandagi Bingtanlarni nihoyat kengaytib, texnik kuchlantirib, taraq qildirib, yani rasmiy bir askar bazasi aylantirish fursati Xitoy bu fursatni qo'lga keltirdi deb. Buni mushu O'rta Osiyodagi fikr ahlilari shunday baho berganki. Men endi onun ichki biz o'zimiz bilgan taraflarni bir izohat berib, doklad xarakterli bir material topshirgandim bularga. Rahmat. Buni bir qadagan aşağıdaki fikir ehli deganlarınız Uygurlar mı yoksa Uygur. Kırgız Özbekler? Uygur mu? Fakat mushu Olmaotadagi yoki Sharqiy Turkiston Milliy frontining rahbari Yusufbek Muxlisiy apandi bu bizning mustaqillik harakatimiz deb shu maydonda ching turganki, ammo undan boshqa davlat qatlamlarida xizmat qilib atgan Uyg'urlar, Qozog'iston, Qirg'iziston, ondan keyin ham xalq ichidagi peshqadam ziyolilar, fikr ahllari, doktorlar degandek qonun sohasidagilar Uyg'urlar asosli. O Qozoq, Qirg'izlar ularniki emas, ular hech qanday bir fikr qilmag'li. Fikir qilsin, men ularni kimsin bilmayman. Asosiy shu Uyg'urlarningki o'tirib qo'ygan fikrlarda yozilgan tahlil maqolalari shuni o'qigandan keyin işte xato tushuncha bor bo'ladi deb men unga izohat bergan. Xo'sh, Ahmadcha aka, siz shu mezgil vatanda siz bu vaqtga nimangizni anglaylik. Men bu Barın Milliy Azadlık Hareketi bizning Sharq Turkiston Milliy Azadlık Hareketininki bir qismi. Xuddi 1933-yildagi bizning Cumhuriyetimizmi, birinchi Cumhuriyetimizmi bir qismi bo'lgandek, ikkinchi Cumhuriyetimizmi bir qismi bo'lgandek va shundaqla barliq bizningki Milliy Azadlık Hareketlari Sharq Turkistonda yuz bergan. Sizlar 1759-yildan boshlab deyman men. Yüz bergen Milliy Azadlık hareketlerimizin hemmisi şu Barın Milliy Azadlık hareketiga o'xshash hareket. Lekin shunda bo'lganligi uchun ham Xitoy mustamlakal hokimiyati bu harakatni bostirdi. Boshqalarni qanday bostirgan bo'lsa, 33ni qanday bostirgan bo'lsa, 44ni qanday bostirgan bo'lsa va boshqa harakatlarimizni qanday bostirgan bo'lsa, shunga o'xshash bostirdi. Hech qanday farq bo'lmaydi. Shuna qanday bostirdi bu degan savol mening nazarimda boshqa taraflarga o'tkazilish kerak. U bo'lsa-mu Xitoy qanday foydalandi shundan. Yani bizning Milliy Azadlık hareketimizni bostirishda qanday foydalandi? Mush Barın Milliy Azadlık hareketidan. Xitoy Barın Milliy Azadlık hareketidan foydalangan eng asosli bir nuqta uning Islom partiyasi ekanligi. Mushu nuqtani ching tutdi Xitoy. Tutib, birinchidan vatan ichida mushu nuqtaga asosan bostirish yapadi. U masalan nimadan boshlandi? Masalan milliy mutaassib kuchlar, diniy mutaassib kuchlar deb boshlandi. Bostirish. Ikkinchidan, nima bostirildi desa, Uyg'urlarningki Sharq Turkiston
milliy azodlik harakatiga bo'lgan tushunchasi, ishonchi bostirildi. U bo'lsa-mu, Uyg'urlarning ideyasida davomli Xitoy ming yuz harakat bor. Ya'ni bizningki milliy azodlik harakati emas, balki norozilik harakatlari, etnik harakatlar, diniy harakatlar va kishilik huquq harakatlari degandek mushundaq bir yurish banalarni tepib, shuni xalqimizga tangdi. Shuning bilan xalqimizningki milliy azodlik ideyasini yurishga boshladi. Uningdan boshqa Xitoy buni yana vatan sirtida ishlatdi. Lekin vatan sirtida ishlatishdan burun yana bir nuqtada Xitoy yana bostirishning yana bir planini qildi. U bo'lsa-mu, butun shu diniy insonlarimizni, e'tiqodi kuchli, dindor yoshlarimiz va o'rta yoshliklarimiz va yashanganlarimiz bo'lsin, mushlarni bu xatarlik kuchgan bo'la shu qoral ko'tara oladi ekan, bizga qarshi tura oladi ekan, qorallik deb bularni vatanimizning chegarasidan sirtqa chiqib o'tish planini tuzdi. Shuning bilan 1996-yil, 95-yildagi Afg'onistondagi tog'lardagi bizning harakatlarimiz, hatto toki hozir bizning Suriyada yuz berayotgan harakatlarimizning hammasi butunlay Xitoyninki barin milliy azodlik harakatiniki Islom partiyasi degan mushu nomni qo'llanib turib, foydalanib turib qilayotgan tashviqoti xalqaroda. Ya'ni bizning milliy azodlik harakatimizni yo'q xalqaroga bular jakarlab, bu milliy azodlik harakati emas, bu sepi o'zidan milliy mutaassib kuchlarninki, ya'ni siyosiy islom harakati. Bu harakat Uyg'urlarning harakati emas, bu xalqaro siyosiy islom harakatining bir parchasi. Ya'ni terrorizm harakati degan narsani ko'tarib chiqib, xalqaroda mushu tashviqotni keng yaydirib, bizning milliy azodlik harakatimizning xarakterini butunlay o'zgartdi xalqaroning ko'z oldida. Shuning bilan bu yana bir tarafdan qanday rol o'ynadi Uyg'urlarga desa, Uyg'urlar Xitoyniki bizning milliy diniy hissiyotimizga zarba berib, bizning diniy g'ururimizga qanchalik tekkan sari bizmi bu Xitoyning defiga usul o'ynab, bizmi anandan keyin milliy g'ururimizni, diniy hissiyotimizni tug'im kuchaydi. Shuning bilan bu hodisa nim bo'ldi desa, xalqaroning ko'z oldida, demisimi Xitoy degandek bir xil mutaassib diniy shu o'xshaydi bo'ladi. Chunki Xitoy oxirida shu kamplarning masalasiga kelganda, kamplarni qurib bo'la 5 million xalqimizni so'lishini birdan bir bahonasi nim bo'ldi. Biz bularni milliy diniy mutaassib ideyadan indaymiz, qayta tarbiyalaymiz deganni bahona qildi. Buning hatto Trump ishondi. Shunday emasmi? Amerikaning prezidenti bo'lgan Trump ishondi. Butun dunyo ishondi buning. Masalan, Suriyaga qarsak, masalan, Suriyada 20dan ortiq xalqi, Suriyaning 20dan ortiq xalqi nima deydi desa, Uyg'urlar bu Xitoy deganda xalqga, uningdan ishib ketgan xalqga bular haqiqatan terroristga, diniy terroristlar ekan bular degan mush ideyaga 20dan ortiq suriyaliklar kelib bo'ldi. Nima uchun desa, butun shu Suriyada bo'lib shu oxirgi paytlarda Suriyaning alaviylar yashaydigan rayonlarda hozir shu fuqarolarni, xalq ommasini, kichik bolalarni, ayollarni o'ltirayotganlarning ichida eng kuchli, eng ko'p taraf Uyg'urlar. Shunga Suriyaning ba'zi televizorlarda, nima deymiz, televiziya chapma teatrlarida hatto onalar bolalarni qo'rqitib Uyg'ur keldi deydigan bo'ldi. Yo'q. Mana mushu tashviqot Xitoy barin milliy azodlik harakatimizningki Islom partiyasi degan islom degan nimasidan foydalanadi. Buni mushu Xitoyninki bizning milliy azodlik harakatimizni bostirishdagi eng chong omillarning biri. Biz hozirgacha mushu omilning ta'siridan qutulolmadik.
Şuna hazır bizden vatan sırtıdımı? Meningçe bizdeki milli azatlık hareketimizdeki en asaslık güç yenilam şu barın İslam Partisi, Şarkı Türkistan İslam Partisi taraftarları. Emniyet Şarkı Türkistan İslam Partisi mi? Hazır mı Suriye'de var mı? Mesela Afganistan'da battı, Suriye'de battı. Nerede çatak çıksa, nerede Atalmış, hem Koçbaşı'nın işide, ben onda demeyim ama Koçbaşı'nın işide terörist hareket bolsa dünyada, siyasi İslam güçleri bolsa, Uygurlar şu yerde bulup atıdı hazır. Şarkı Türkistan İslam Partisi'nin adamları. Mana bu mu? Xitay'nınki bizning Milliy Azadlik hareketimizni bostirishdi taktikalarining birida. Buni biz tunib yetishimiz kerak. Rahmat, yaxshi obdan suhbat bo'ldi. Başka fikir qilganlar qolsa eng oxirgi bir savol, shundan programmani oxirlashtirib. Xo'sh. Ben bu biraz hoşum çıkıp koyayım. Gerçi ben vatandan küçük çıkan bolsam mı? Abdurrahimcan misallar verip öttü. Otur Asya'da. Savalım benim şu diye. Uygurlar mı? Kimler bula dep. Demek ki Uygurlar da otar. Demek bizdeki milli ruhunun acizliğinin bir ifadesi bu. Eğer aşındak tesirat boğan bolsa, demek bu milli ruhunun acizliği. Eğer Otur Asya'ya mesela ben Gulcu'dun 58-59 yıllarda Gulcu'daki ziyalılarının 20'den köpi Almutuğa demek ki çıkıp ketken. Almutuğa ve Kırgızistan'a 20 Sovet'nin başportülü çıkan, kalan yerime kaçıp çıkan 61. yıl bolsa gerek. 61. yılı bir çegara içilip şu yerde hem de Şimaldaki, Gulcu'daki, Ürümçi'deki, Çöşek, Tarbağatay, bir yerdeki hem de bu Kazak, Kırgızlar mı var? Diğer Uygurlarını hesap alsak, şu ziyalıların köpeği, şu Taşkent'te, Almutu'da okup gelgen ziyalılar, köpeği, şu üç vilayet inkılap katnaşkan ziyalılar, burada şu vaxtda milli ruh vardı ki şuna katnaşkan. Ve bunun asker boğalanba, mesela meşhur isimlenba, mesela şunun içinde. Demek şula bunu vatanda boğan hareketini selbi tesirlengen bolsa, demek bir yerde başka birisinin günahı yok. Özümüzde demek ki bizdeki şu devirdeki, yani şu insanlardaki milli ruhunun acizliğini gösteriyor. Hem de bu Abdurrahimcan'ın belgen misalı benim cevabım emezse tesiratım. Hem de degendek bu dünyanın men hoca bolemen davatkan bir devlet bizi besip algan, biz onun müstemlikisi aslında. Müstemlik aslında. Elbette ki aşırısıyla dep öttüğünler, o jigitlerimizin ulanınki vatanını azat kılışkı közü yetmedi. 10 kişi, 5 kişi, 50 kişi. Ama demek ki aşı uşkunni, aşı serengini şula yakkan. Bunun Ahmet Can Efendim dini tarafi biraz ağırlık verdi. O başka bir mesele. O kaysi isimli kullansın. Türkistan İslam Partiyası demdi o, başka partiye demdi o. İşkilip şura aşı milli müstakillik hareketinin küçük olsun, çoğun olsun bir nimesi boğan. Bugün körüp ötüptümüz. Bu 3 günün yağı dünyada belki 50 yerde namayış oldu. Namayışın paydası yok değil galiba. Yığınlar bolup ötüptü. Demek şu azametlerimiz, şu fedakarlığını kaldığı için şunu da ilhamlangan dini adamlarımız olsun, ziyalarımız olsun. Bugün bana barın inkılabının 35 yıllığıda şunu hatırlavatımız, şuraları eslavatımız ve şunundur ilham elvatımız. Şunun okşaşla 97 yıldaki Gulcu kırgınçılığı, Gulcu inkılabı var. Ürümçi kırgınçılığı var. Demek ki tarihte gelecek nesilge aşı hareketle meş'el buludu, ilham buludu. Onun için ben deymen, hem de Xitay tabi ustu boğaşka, iqtisadi gücü boğaşka, siyasi gücü boğaşka, bunu türlü taraflarga burmulap faydalangan bo'lishi mumkin.
Ama biz mi eğer bula bulmagan biz bugün nemini hatırlattık? Yaş evlatlığı biz bana 49 yıl betimizi besavagan onu ya biz cim uxlavatımız dettik mi? En azından var üç muhimi var. Yani başkaları mı var? Benim isim diyor adılları. Demek ki şu insanların şu hareketleri, şu türlügen bedelleri bunu bizge ve bunun keyinki nesilge müstakilliğini koluğa aldığın nesilge meş'al boludu ve ilham boludu. Yani köpürak bu tarifiga ağırlık versek yaxşı mıken? Ben nimaga kirmakni istamayman. Uni diniy tarafining qanchalik ziyni foydasi bo'lmaydi. Men ziyni bo'ldi deb o'ylayman. Ammo %100 shu diniy ism bo'g'ashqa bu ziyon keltirdi deganga qo'shilmayman. Ammo mening deydiganim demak shu insonlarning to'lagan bedeli bizga ve bunun keyingi milliy harakatimizga mash'al bo'ladi, ilhom bo'ladi. Biz ma tarafini ko'proq ishlasak, bu tarafini bunun keyingi naslga anglasak foydali bo'larmiki demoqchiman. Rahmat. Ben bir gap qistirib o'tay. Ben gapimni degan vaqtimda oldi bilan Sharqiy Turkiston barin azodlik harakati, barin milliy azodlik harakati, Sharqiy Turkiston milliy azodlik harakatining bir qismi deb boshladim gapni. Demak, men muayyanlashtirib o'taman. Barin milliy azodlik harakatini muayyanlashtirib o'taman. Ham ahamiyati bak zo'r. Zo'r ahamiyati bor. Lekin Abdurimning savoli bastirish, mush harakatni bastirish, Xitoyning bastirishi bo'lganligi uchun mush bastirishida Xitoy nimadan foydalandi deganini eskartib qo'yapman. Uning ortiq emas. Ya'ni men ayblamayapman. Barin milliy azodlik harakatini. Ayblamadim. Oxirgi bir savol hamda bu diasporada Uyg'urlar barin inqilobi, barin jihodi, barin qirg'inchiligi, barin qo'zg'oloni degandek har xil nomlarla ataydi. Bu vaqtda birlikkilik kelgan bir atalg'i ishlatishimiz muhimmi yoki har kim, har tashkilot nima deb atasa o'zining ixtiyorimi? Chunki bunda so'rashlik sabab shu g'arb tadqiqotchilar bo'lsin yoki kuzatuvchilar bo'lib qolsin, mendan so'raychi, men namoyish chiqqan vaqtida ba'zilaring manda chiqar ekansan, ba'zilaring jihad deb chiqar ekansan, ba'zilar inqilob chiqar ekansan, ba'zilar qo'zg'on deb chiqar ekansan, bu sizlar birlik kelgan bir nima yo'qmi deb so'raydi-chu. Buning qo'ygan savolim xo'sh hamsa. Bu endi men so'zlab ketay oldida. Bak muhim savol, ham bak muhim tema bu endi. Ajoyib muhim tema. Balki meningcha hozirgi mush temamizda bosishdan tortib bo'libmi men so'zlab kelayotgan tema bu endi. Nima desa, masalan biz shu viloyat inqilobi deb deymiz masalan. Shu viloyat inqilobi degan gap Xitoyninki, bizningki Sharq Turkiston ikkinchi jumhuriyatimiz qo'ygan ismi. Xitoyning, Mao Zedongning qo'ygan ismi. Bu bo'lsa-mu shu viloyat inqilobi Jungo demokratik inqilobining bir qismi edi. Shunga masalan shu viloyat inqilobi degan so'z bizning dushmanimizning bizga bergan eti. Bizning inqilobimizga berayotgan, bizning milliy harakatimizga berayotgan eti. Shunga biz bu atni ishlatmasligimiz kerak. Dushmanning bizga berayotgan etini mushuni ishlatsa, davassa, biz uni ishlatamiz. Undaq bo'lsa bizning dushmanimizdan nima farqimiz qoldi? Shunga biz ish bo'lmasa, agar Sharq Turkiston Jumhuriyati deb atayamasak, uni Sharq Turkiston milliy azodlik harakati deb atishimiz kerak, ish bo'lmasa. Bu biri. Shunga o'xshash barin inqilobi deganmi? Barin inqilobi har qanday bir chet ellik anglasa Barin Revolution deyli masalan, barin inqilobi desa har qanday bir chet ellik Arab bo'lsin, Paris bo'lsin, Ingliz bo'lsin, Fransuz bo'lsin, German bo'lsin, Xitoy bo'lsin, Shanghai, Hong Kong nimalardagi Tayvanlardagi buni endi ayriyamaydi. Bu inqilobning xarakterini bilolmaydi. Bu balki Cumhur Xalq Jamhuriyatidagi kommunistik hokimiyatga, hukumatga qarshi harakatlarning biri bo'lishi mumkin, demokratik harakatlarning biri. Shunga barin inqilobi deb biz atab bermayli. Bu Xitoy uchun foydali. Xitoyning tashviqoti uchun foydali. Bizning tashviqotimiz bo'lishi kerak. Bizning tashviqotimizda barin inqilobi degan so'zni amaldan qoldirish kerak. Ikkinchidan, barin jihodi bo'lmaydi. Nima uchun? Barin jihodi bo'lsa, biz islom davlatining jihodchilari mi?
Mesela Şarkı Türkistan İslam halifeliğinin bir partisi edemdik. Şunun için cihat kılamdık. Şuna barın cihadı, barın inkılabı, barın hareketi degan olmaydı mesela. Kıp yalangach barın hareketi. O mu bizning barın Milliy Azad hareketininki karakterini belgilep veremeydi, köstüp veremeydi. Şuna eğer birlik kıldıgan iş bolsa, bizninki barın da yüz bergen, yoki barın da Xitoy mustamlikçil hakimiyetiga ko'tarilgan mush qarshilikni biz atamoqchi bo'lsak, o'zimizning tili bilan atishimiz kerak. Bu til nima bo'ladi desa, har qanday at bo'ladi, lekin Sharqiy Turkiston Milliy Ozodlik harakatining xarakterini ichib berish kerak mush at. Rahmat. Xo'sh. Abdulnigar sizning gapingiz bormi? Rahmat Osmon efendim, aytdi yaxshi tushuncha berdi bu vaqtda. Bu qo'zg'olon degan gapning o'yliqi bir paynoq bir gapchu. Barin qo'zg'olmaydi degan gap, o'sha Xitoy qo'ygan otlar, vatanning o'ziki tashviqotlarda qo'zg'olon deb qo'ygan narsa. Bizning butun inqiloblarimizda shu mustaqillik hareketimiz hammasi qo'zg'olon, isyon qo'zg'olon deb ot qo'yib kelgan Xitoy tarixdagi shu 200 yillik, 300 yillik hammasi yaşta ot qo'ydi. Shuningga o'xshashlar bu ashtaq bir qo'zg'olon deb ot qo'ydi. Qo'zg'olonmi emas, cihatmi emas, o Sharqiy Turkiston ozodlik harekati. Barin Sharqiy men nimaga o'tir aşağıdaki yozgan doklad nimalimda tekrar topshirgan narsa Barin Sharqiy Turkiston ozodlik harekati deb yozgan. Ozodlik harekati deb yozgandan keyin bu ozodlik emas, bu barindagi bir dehqonlarning qo'zg'oloni deb bilsangiz kerak deb menga jiqtirib, bu dehqonning emas, men barliq emas deb, u Turbandagi bolalarning barliq emas deb, bular Sharqiy Turkiston ozodligimiz deb bu tashkilot uyushib tashkillik etgan bir ozodlik harakati, mustaqillik harakati. Unda mustaqil bo'ldim deydi, mustaqil bo'lamadik shu. Bo'lamagandan keyin endi bo'lanmaylam shu qo'zg'olon deb qo'yish kerakmi deb munozara bo'lib ketgan shu chaqlarda. Gezitning boshqa o'lmaydi ular, bo'lmaydi buni baqsaqdi. Ammo tashkilotdagilar ozroq fikr egalladi. Shundan bu aslida bir mustaqillik uchun elib berilgan bir tashkillik harakatga degan tushunchaga erishdi nima bo'lmasin. Ammo ayliqi bu diniy nimalarda jiqaraq Fransiyaliklar jihad deb ot qo'ydi. Men shu vaqtda jihad emas, yani O'rta Osiyodami ikki xil nim bor ekan. Biri qo'zg'olon ekan, biri jihad ekan. Barin jihadi, barindagi mujohidlar ekan. Ya jihad mujohid emas, bu ozodlik harakati, Sharqiy Turkiston ozodlik harakati. Barinda agar bu ish barinda portlab ketgan bo'lsa, u vaqtda Qashqardan tinglar, Qashqarni ozod qildi, u vaqtda Qashqar qo'zg'oloni tinglar buni. O nadil qasi shuning o'zining harakati qolmaydi u. Shu vaqtsiz aşağıda qo'zg'olib ketganlikdan, aşağıda bostirilib ketganlikdan shu yana nomi qalpoq kiyilib qoldi. Bu shu barinning ishi emas u. Dün shu Xitoy bisib yotgan Birinci Cumhuriyet, Qashqar Cumhuriyeti, ikinci Cumhuriyet, G'ulji Cumhuriyet oldu ekan da endi olsa. Ben aşağıda qiyman qo'yni Qashqar Cumhuriyeti. Shunga o'xshash. Endi bu shunda asli birlik keltirish uchun onu biz birlik keltiradigan bir kuch yo'q. Kuch bo'lish kerak yoki cho'ng bir nupuz bo'lish kerak. Hem Uyg'urlar aşı aqtaqiyalik, qartaqiyalik hem Uyg'urlar mushu adamning gapi rost deydigan bir nupuz bir iqim bo'lish kerakki, o chaqda birlik keltira olasiz. Yoki kuch bo'lish kerak. Mana damsiz mamchi qo'y. Demayman, unda hozir yo'qlar deb majburlasangiz u vaqt birlik keldi. Bo'lmasa bunda demokratik erkin fikir qildigan, sizmi o'zingiz bir bayroqni ko'tarib chiqib, o'zingiz necha yil bo'ldi yolg'iz namoyish qilib tashkilot qilganingizni unutmaysiz. Bunda bir vaziyatning o'zida ma fikrni birlik keltirib deb taklif bera olamiz. Taklif bera olsak, İstanbuldagilarga jihad o Allah rızası uchun, islom etish uchun, islom xilofat qilish uchun qilgan jihad o deb qaynab tillaydi sizni. Undagandan keyin qanday qilamiz? Endi ish qildi. Ya bunu biz Ürümçi'de Fütün'ün Abdurrahim'li haberde qo'zg'olonda bizib kelgan tursak, bu qo'zg'olon bu deb turadi. Mushtaqi Mehmet'in o'zini fikrini qildi. Lekin o harekatning xarakteri, muddaosi, xitobnomasi zodi to'rilishdan yo'qilishigacha va hozirgacha davom etib ketgan ruhi Sharqiy Turkiston mustaqillik inqilobi, qurolliq harakati. Sharqiy Turkistonni mustaqil qilgan harakat. O barindagi xalqning ahudadi emas,
Pilalılık to'g'ri qarshi emas, Urumchidagi studentlarning namoyishini kelib qo'ydi. Pilalılık to'g'rining qilmasin, ishkirning Xitoy ekan bo'lsin, Oqko'k ko'chman Xitoy ekan bo'lsin. O barında unda binasi yo'q, ammo yozilgan material var, haq yozib qo'ygan. Hem Xitoymi onu axborot qilishda kirgizgan, axborot qilishda bu barindagilar nima ish qildi desa, bular Sharqiy Turkistondan mustaqil qilgan to'q desak, bu bir milliy ruh qanot yetishda Xitoy uni maxsus ashta tez tushirib, bu yana o'zida zulmga qarshi, acı barindagi Aqto'naylik hukumat kishilik amaldorning yerlik zulmga qarshi, andekin Jungo hukumatiniki planlıq tuğut siyasetini kabul kılamayıp bunun karşı çıkan işgirinin yönetkeplatkan köşmen Xansoğlu'na karşı tuğan muşundak bir işgirlik işçilik ziddiyet deyip bunu tarayıp deyip tezis düşürüp beğenirken bütün akbarat şu tezisini çöğürlep yazdı. O yerdeki andikin bu hareketini astıktan kollaydı Allah'ımı şu tezis boyunca yazdığı hatır kaldı diye şuna ölen bu umumi şirketti. Aslında da umumi şirket. Aslında o 85 yıldaki ve 88 yıldaki Urumchidagi studentlar qilgan namoyishniki ro'y emas u. Aslında izlib ketgan materialni o'qiyotgan qo'yman. Bu qanday deb yozdigan haqida emas buni. Rahmat deb suhbat yaxshi bo'ldi. Asli yana bir programni xohlasangiz yana bir adam tanlab bizning bu Sharqiy Turkiston milliy ozodlik nimasidagi bir egisi bormi yo'qmi shu? Masalan bizning bu davoyimizmi 76 yıl olaptı hazır bir diagnoz koyup 5'den tartıp bu nesne bir süzüldürüp çıkıdığan bir diagnoz koyup bir vaktim kep kaldı bu nesnekine. Bu vaktim bazılarından paranmış baktık. Bunun anladığı adam yokken. Hazır manası yaxşı dersi bir diagnoz koyduğunda da manasındaki. Bu katım yani bir sohbetimizde bunun bir oyluş bakaylık. Enverci aka bir gapınız var mı der? Kısaca ahırkı qayada yani o'tmishdikilar va buningdan qayada harakat bo'lsa, demak shuni milliy ozodlik, milliy mustaqillik harakati ismi bilan qo'shib desak, har kimga ko'pchilik muvofiq. Shuni da Abad Ahmadjon harakatning xato qo'shilaman. Mavo bizda kuch yo'q. Gapni taklifini beramiz. Hiç kim ağlamaydı degan fikirge ben koşulmayım şahsen. Bu vatanın sırtıda bunun 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl evvel hemimiz birer şahstık. İşimizde bir vatanın bir söygü var, bir nas kılaylık degen. Teşkilatlandık, şu isim, bu isim bilen. Demek, mesela amdi ben İslam bulanın aldı da Abdurrahimcan umdan bilemen, Ahmetcan umdan bilemen, bu kişi İnqilab qatnaşqan Ahmetcan inqilab qatnaşmagan bolsa-mu eng mashhur qalamkashlarimizdan biri sizlarga o'xshash ziyolilarimizning faqat bundaq suhbatlarda emas, ko'proq bu mavzular ustida to'xtalib, atrofingdagi kishilarni yig'ib, taraflarni, guruhlarni tashkillab, demak, Abbay Abdurrahimjon bizda kuch yo'q dedi-ku, shu kuchni vujudga chiqarishimiz kerak. Vujudga chiqarib, mana mening atrofimda munchilik odam bor, munchilik qalamkash bor, munchilik ziyoli bor. Ma gapni anglanglar deb oxirida demak gapni anglamaganlarga shu shaklda anglatmasak, bo'lmasa, ashtaq deb qo'yib, bizda kuch yo'q deb yuraversak, qilmaydi hech kim. Eng azından hem de bu bir isim meselesi ve bunun o'xshash bir muhim meseleler bor-ku. Demek kuchni vujudga chiqaradigan o'zimiz ve bu o'zimizning ishida sizlar birinchi o'rin turibsizlar demoqchiman hamda. Sizlar ikkalanglar, ya'ni boshqalarmi bor, hamda men ikkalanglar bo'lg'achqa, men yuzinglarga da'vatdiman. Sizlar birinchi o'rin turibsizlar. Sizlar boshlab mangsanglar, qo'llaymiz, qo'llaydiganlar chiqadi. Demek vazife bildiğanlarga mesuliyet bildiğanlarga başta birinci o'rin tushidi. Ular boshlab menish kerak ve biz buni texnicha shunday bir mushta mavzularda bir isim birligi kelanmasak, milliy mustaqillik harakatidan, vatanni qutqizish harakatidan gap qilishimiz nashtag'ning oqisi gap. Madem bir ameliy harakat qilib, bir tashabbuskorlik ko'rsatishinglar kerak deb bir iltimos qilmoqchiman. Boshqa narsa yo'q. Rahmat, Ahmadjon, xo'sh. Elmerjon kamniki bir so'ziga qistirib qo'yay.
Birinchidan, haqiqatan Anvarjon kam degandek men inqilob qatnashmadim. Hayotimda birmi inqilob qatnashmadim. Lekin men 16 yaşımdan başlap Şarkı Türkistan Milli Azatlık hareketide buluvatemen ta hazırgacha. Bunun közgü görüngen, yani ilan kılıngan, közgü görüngen, başkalar görüngen bir ifadesi, ben Şarkı Türkistan sürgün hükümetinin prezidenti buldum. Muşu Şarkı Türkistan sürgünde hükümeti sizin nazarınızda sizning nazaringizdagi qo'shbastovchilik inqilob emasmi yoki bo'lmasa milliy ozodlik harakati Sharq Turkiston milliy ozodlik harakatining bir qismi emasmi? Mushu so'rab qo'ydim. Men o to'g'riliq gap qilmadim va bu munozirada hozir o to'g'riliq gap qilmayman. Xo'sh. Men o to'g'riliq men qildingiz, qilmadingiz, qatnashdingiz, qatnashmadingiz demedim. Men fikr o'tirib tushgachga sizlarni hurmatim bo'lg'achqa inqilob qatnashgan, yozgan, qalam tutgan inilerimiz bo'lg'achqa demakki, shu mas'uliyat hammamizga tushadi. Buni hammamizning ichida ko'proq sizlarga tushadi deb o'tdim. Ama siz degan hukumat to'g'riliq muzokara qilaylik, foydali bir narsa desanglar, agar bir narsa uyushtirsanglar, u yerda men qatnashishga tayyor o'zimning fikrini aytaman albatta. Rahmat, bugungi suhbat yaxshi suhbat bo'ldi. Endi mush barin inqilob deb atab turadi hozircha. Barin harakati deylik, undan keyin o'sha rahmatlik izchima akamiz Abdulaziz Abdulazizkamar Turkiyada rahmat o'ylab ketdi 5 kishini shuni oldida. Bu akimizdan nayt obdan paranglashib Turkiyaga nisbatan kurashgan, yüzden yazgan ya mustaqillik ya ölüm degan kitobni o'sha barin inqilobdan keng olgan ilhom ekanchi bakmiz deb bilishman. Bu odamda o'zi ham Abdumurayillik shu atalmish Şinjan Pedagogik universitetidagi ximiya fakultetinin o'qituvchisi. Bu odam o'qitish mezgilida o'qish bilan yaxshi aloqalarni qurib, butun Sharq Turkiston nurg'un yerlarga berib etkanda, shahar, noy, yez-yezlarga berib, bizning xalqimiz yana shunda barin inqilobda bir qurolliq inqilobni tashkillashga ehtiyoji bormidi, yo'qmi deb yüzden o'qitishlik mezgilida ayna xizmat tekshirish har xil bilan berib, nurg'un materialni to'plab ko'rib, bizning vatan ichida xalqning unda bir nimasi yo'qga deb turgan mezgilda O'rta Osiyoda har xil bildi bo'ldi 96-yilda. Bu akimizmi shu tashviqotning nimasidan xizmatini istiqbol berib, O'rta Osiyolarga chiqib, ani ko'rgandan yo'qa ya mustaqillik va o'limning kitob ashar yezib, qilgan bu kitoblarni putirib turmoqlikda. Kim tarafdan desa, atalmish demasak, bunimiz qaymiz bu narsalarnikida. Bumi bir odamniki nimasi qo'ygan küçük bir savoldan birisida, bu kitob yozilganlik uchun odamlar haqoratlandi, tahanat kuchurdi, hatto o'lim tahdidi keldi. Hatto shu ba'zi tashkilotlar odamlari va odamlar surma to'qay qilib, kitoblarni ko'ydirib qilayotgan bu narsalar bizga nurg'ulg'an savollarni qo'yib qo'ydi. Vakimizga bir hurmatimiz var mushbanida. Vakimizga Allah yat xayrin jannat qilsin. Amin. Bildirib qo'ygim keladi. Shulas bugungi bosh bir yig'iz so'z. Siz biz shu milliy harakatimizning bir tashviqotchisi. Chunki siz shu harakat, shu ekranmi sizning tashviqotingiz qilayotgan. Şuna mesela siz hazır atalmış Şinjan'daki dediniz. Menimce en yaxşısı mesela işgaliyetlik Şarkı Türkistan'daki. Desek tekim yaxşı oldu. Çünkü muşu söz bilen ben bütün dünyaya biz özümüzünki davasını anlatalayımız teşviqatta. Yani atalmış Şinjan'daki dese yine bilmeye kalırdı olan. Nemin de bu atalmış deydiğandı o da. İşgaliyetlik Şarkı Türkistan'daki de kesek. Rahmat, bugungi bu suhbatni nurg'un ta'sirotini oldim, lekin bu programmani qaysi xil shaklda yana kam qolgan taraflarini men his qildim. Hammaga ko'pdan ko'p rahmat. Boshqa yana bir savollar, boshqa so'zing bo'lmasa, programma isha to'xtamdi. Allohumma turgan ekranga xalqimiz nurg'un narsaga ehtiyoj bor. Jumladan men nurg'un bilmaydigan narsani bilib oldim. Haqiqatan bergan yaxshi takliflar ko'pdan ko'p rahmat. Bunga tashviqotimda diqqat qilgan nuqtalarniki muhimligini his qildim. Hammaga ko'pdan ko'p rahmat. Allohumma emanet. Bu Ahmetcan efendim Allah'ıma emanet. Allah'ıma emanet. Seyşembe günü 8. Envercan görüşürüz. Seyşembe günü 8. Görüşürüz elbette. Görüşmey bo'lmaydi, so'zlashmay bo'lmaydi degandek hammamizning ustida çok mesuliyet var. Hammamizning.
4 ayının 8 günü Şərqi Türkistan Milli Armiyası kurulğandan 80 yıllıkken bu münasebet bilen Türkiye'deki doktor profesör yani tarih fanları doktor profesörü Varis Çaka akımızda bu sohbet teklif kıldı. Seyşembe günü saat 8 görüşelim. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Ol. Evet.